Korzinkada siz xo'jayin degan g'oyaga kelgungacha 4-5 ta boshqa g'oya bor. Bozordan biz ustuvormiz. O'sha brendni falsafasini yetkazib beradigan mana shu g'oya degan. Doimiy trendlarga qarab turib, strategiyangizni to'g'rilashingiz kerak, biznes modelingizni o'zgartirishingiz kerak. Uning uchun biznes tushunchalar doimiy yangilanib turishi kerak. Angliyada magistraturani bitirib kelib, O'zbekistonga qaytib kelganmiz. Lekin Angliyaga ketishim katta burilish yasagan. Men aytgan narsani qilsangiz, odatda savdo 45% o'sadi. Bu statistika bor bunaqa. Qachon operatsiyadan chiqib ketish kerak? Sen uni qil, sen buni qil deb o'tiradigan bo'lsangiz, to'xtab turing. O'zi bu biznesingiz ishlaydimi, ishlamaydimi? O'zi bir tiyin kelgan yo'q. Hammaga hali buyruq berib o'tiribsiz. Bunaqa bo'lmaydi. Yosh bolaga yoshligidan mas'uliyatni olish ko'nikmasini singdirmasangiz, u katta bo'lganda ham singmaydi u. Chunki u ko'nikma. Bular nima qildi? Просто bitta katta plakat qo'yibdi. Onasini emsin. Bitta narsani qilib qo'ydim, bo'ldi. 50 yil ishlaydi desangiz, hech qachon bo'lmaydi. O'zbekcha shokolad bering desang, men shokolad beraman. Okay. I don't want chocolate. 4 yashar qizcha shuna bo'lsa, 15 ga kirganda nima bo'lardi dedim-da. Keyin qaytganmiz. Bugungi biznesnoma ko'rsatuvining bosh qahramoni Azizjon aka Gaffarov. Respublikada xalqaro toifadagi biznes konsultant, biznes trener, tadbirkor va sarmoyador. Bir vaqtning o'zida Business Navigator Consulting xizmatiga rahbarlik qiladilar. 605 marketing agentligi, Azbi Coffee tarmog'i, Alliance Business klubiga asoschilaridan biri bo'lib qo'shilganlar. Hozir ular o'tiradigan ofisga tashrif buyuramiz. Bu yerda tadbirkorlarga konsulting xizmatini amalga oshirar ekanlar. Assalomu alaykum. Azizjon aka, mumkinmi? Alaykum. Salomatmisiz? Charchamadingizmi? Shu mikrofonni sizga ulab qo'ysam-da, suhbatimizni boshlasak. Biznesnoma ko'rsatuvi uchun biz birma-bir mutaxassislar, tadbirkorlar, investorlarga murojaat qilib, ularning hayotlarini, ularning faoliyatlarini yoritishni o'zimizga shior qilib olganmiz. Navbatda Azizjon aka Gaffarov. O'zi Azizjon aka Gaffarov nima bilan shug'ullanadilar? O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz, asosiy faoliyatlaringiz nimadan iborat? Bu ofisda qanday xizmatni amalga oshiramiz? Xush kelibsizlar. Avvalambor rahmat tashrifingiz uchun. Bizi asosiy faoliyatimiz konkretroq aytadigan bo'lsak, bu strategik konsalting. Ya'ni biz biznes egalariga strategiyalarni shakllanishida, biznesdagi muammolarni yechishida maslahat beramiz. Bu O'zbekistonda nisbatan yangi yo'nalish hisoblanadi. Hali madaniyat ham shakllanmagan. Madaniyati u qadar shakllanmagan, chunki juda ko'p tadbirkorlarimiz, biznesda egalari hali konsalting bir yo'nalishiga unchalik kirishmagan, to'qnashmagan. Bu yerda alohida kompaniya ochganmiz, Business Navigator Consulting degan nom bilan. Bu bitta asosiy loyihalarimdan biri. Konsaltingdan tashqari ta'lim yo'nalishida ham aynan tadbirkorlarga professional ta'lim berish nuqtai nazaridan biz treninglar tashkil qilamiz, uchrashuvlar har xil formatda, nonushta formatida, klub formatida, qanaqadir biznes razborlar formatida uchrashuvlar aynan o'sha ta'lim yo'nalishida. Bunga alohida yo'nalishimiz bor. U yerda ham bir korxona ochganmiz, Navigator Academy deb. Hozir u yerda o'zimman, asoschi va asosiy boshqaruvchisi. Kelajakda u yerda ham qanaqadir partnyorlar paydo bo'lsa, u yerda ham sheriklar paydo bo'ladi. Shu umumiy hamma loyihalaringizga qancha ijara to'laysiz, shuni biroz bildirib qo'yaylik. Endi ijara to'lash nuqtai nazaridan bizda bormi ma'lumotlar? Yo'q, buni buxgalterdan so'rash kerak. So'ragan bilmaysizmi? Taxminan menimcha bir $5000 bo'lsa kerak. Bilib qo'ygan yaxshi. Misol uchun siz agentlik ochmoqchi bo'lsangiz, mana shunday konsalting firma ochmoqchi bo'lsangiz, o'zi kattalashdingiz, xodimlar ko'paydi. Chunki mana bu yerda boya ko'rsatgandalar ovqatlanish joyi bor. Bu yerda 605 agentligimizni bu muzokaralar o'tkazishadi. Sizga o'xshash ekan bu yo'ning. Bu yer почти bir xil muzokaralar o'tkazishadi. Klientlar kelsa, hozir bu yerga doska qo'yib, boshqa qilib nima qilishadi? Mavzuni ochib berishadi. Bolalar kreativ inson bolalar bo'lgani uchun chalg'ish kerak, bu yerda tennis o'ynashadi. Men ba'zida aytaman ularga, "Senlar bu yerda juda qimmat tennis o'ynashyapsan" deyman. Nimaga? Chunki bitta kvadratiga $25 to'lasam, nimaga tennisga to'layman? Deyapsiz? Bularga kerak.
Nimaga kerak? Chunki ijodkor inson bo'lgani uchun ishlashyapti. Siz bo'ldi bir soatda ijod qilgin deyolmaysizda. U xohlagan paytida ijod qiladi. Demak, yana bitta mavzuga oydinlik kiritib ketamiz. Ish vaqti aniq belgilangan, qat'iy tartibda emas, erkinroq grafik ham bormi? Da, shunaqa. Misol uchun menda shaxsan shunaqa, Otabekda ham shunaqa. Ular soat 9 dan 6 gacha ishla deya olmaysiz. Ular xolasa 10 da keladi, xolasa 11 da keladi. Ketishi ham misol uchun kerak bo'lsa 8-9 gacha o'tirishadi, kechasigacha o'tirishadi. Kun bo'yi emas, ish bo'yi ekanda, muhim ishimiz. Aynan ular ijod ahli bo'lgani uchun ular o'sha sal erkinlik kerak. Ha, yo'qotdan sizlargami? Bilaman. Bir qo'l tashakkur qilamizmi hozirga? Biz ham ijodkor endi ozroq qilmaysiz. Hozircha yaxshi himoya qilyapman. Hali yotdingiz. Siz ham ancha ijodkor ekansiz. Bu udarni ko'pchilik ololmaydi. O'xshamadi. Ko'pchilik Azonagani biznes yo'nalishida konsultant, trener, umuman tadbirkor sifatida tanishardi. Mana bugun biz ping-pong stol tennisi bo'yicha ham O'zbekiston chempionatida borishga tayyor turibmiz. Oddiy sovet oilasida tug'ilganmiz. Men tug'ilganimda u paytda Soyuz bo'lgan. 80-yilda tug'ilganman. Bizda oilada 4 ta farzandmiz. Men eng kattasiman. Ota-onam oddiy odamlar. Onam uy bekasi bo'lganlar. Dadam bir injener, geodezist bo'lishgan. Ular oddiy qishloqda tug'ilishgan, katta bo'lishgan. Keyin biz Farg'ona shahriga ko'chib borganmiz. Farg'onaliman o'zim. Men o'ylayman, har qanday bolada yoshligidan o'zi qiziquvchanlik bilan tug'iladi va yillar o'tgach qaysi muhitga tushishiga qarab turib o'sha qiziquvchanligi yo rivojlantiriladi yo o'ldiriladi. Meni oilamda ota-onam mana shu qiziquvchanligimni ko'p qo'llab-quvvatlashgan. Aytishadi, qattiq qiyinchilikda katta bo'lganman deb. Yo'q, bizda unaqa bo'lmagan. To'g'ri. Boy bo'lmaganmiz, uni oddiy hamma narsa yetarli bo'lgan. Oddiy sovet oilasi. Rus bog'chasiga borgandim, keyin rus maktabiga borganman. Oxirgi sinflarda matematikaga, fizikaga qiziqishim katta bo'lgan. Fizika-matematik litsey bo'lardi, ixtisoslashgan. O'shanga o'tganman, bitirib Farg'onada Politexnika institutiga kirganman, iqtisodiyot fakultetiga. Hozir misol uchun konsultantman, yoshligingdan konsultant bo'lging kelarmi desa, yo'q. Unaqa xayolam kelmasdi, chunki u kasbim bo'lmagan. Lekin menga yoshligimdan hali jumboqlarni yechish yoqardi. Qanaqadir krosswordlar yechish yoki qanaqadir topishmoqlar, qanaqadir konstruktorlarni birlashtirib nimalardir yasash. Mana shu narsa juda muhim bir ko'nikma deb bilaman. Yoshligimda sportga ko'p qatnardim. Ko'p yil kurashga borganman, keyinchalik futbolga borganman, qiziqardim. Qaysidir darajagacha borib 7-8 yil borganman. Institutga kirib, institut davrida endi o'qish kerak ekan deb o'qiganmiz. 4-kursda bizga kursdoshlarim chet elga ketmoqchimiz degan. Qanday ketishasan desam, prezident fondi bor, Umid degan. O'sha Umid fondidan chet elga jo'natishar ekan degan. Endi u paytda men 2000-yillar chet elga chiqish juda qiyin edi. Keyin men ham topshirib ko'rsammikan deganman. Keyin topshirib ko'r degan. Xo'p deganman. Ingliz tilini ham juda zo'r bilmasdim. Umumiy baholar yomon emasdi, lekin chet elda o'qiyman deb o'ylamasdim. Keyin sekin-sekin topshirganman. Bir 5 ta etap imtihonlar bo'lgan. 5alasidan ham yaxshi o'tganman. U paytda bir 2000 dan ziyod odam topshirgan, bir 50 ta odam o'tgan. Umid fondi bo'lgan, oldingi prezident davrida o'sha Umid fondidan Angliyaga jo'natishgan. O'sha Farg'ona Politexnikani bitirib, Angliyadagi Loughborough universiteti bor, biznes yo'nalishi bo'yicha, boshqaruv yo'nalishi bo'yicha magistratura qilgani ketganman. U yerda 2 yil yashaganman, o'qiganman. Angliyada magistraturani bitirib kelib, O'zbekistonga qaytib kelganmiz. Men uchun hayotimdagi bir katta burilishlarga sabab bo'lgan bir voqealar deydigan bo'lsangiz, men o'ylayman, mana shu institutni bitirib chet elga ketishim juda katta voqea bo'lgan. Men uchun shaxsan. Chunki ungacha
biznesda ham uncha tushunmasdim. Iqtisodiyotda ham endi Soyuzdan chiqqan domlalar bizga marketingni o'rgatardi. Endi tushunib bo'lmaydi-da, o'zlari ham tushunmasdi. U paytda biznes tushunchalari ham yo'q edi-da. Iqtisodiyot fakultetini bitirganman, lekin Sovet iqtisodiyotini shu qoldiqlarini asosida o'rgatilganda. O'shaning uchun ham juda ko'p narsani o'rganmaganman. Lekin Angliyaga ketishim mana shu katta burilish yasagan. Dunyoqarashda, biznesga qarashda, iqtisodiyotga qarashda juda katta bir ko'zim ochilgan desam ham bo'ladi. Juda ko'p narsalarni birinchi marta ko'rganman. Misol uchun Angliyada. Birinchi marta internetdan to'liq foydalanish, shu paytda internet ham bo'lmasdi. Birinchi marta supermarketlarga kirish, birinchi marta qanaqadir bir samolyotda uchish. Bu narsalar dunyo qarashingizni umuman o'zgartirib yuboradi. Shunda aytganman, odamni dunyo qarashini o'zgartirish uchun eng tez bo'ladigan bir vosita bu sayohat qilish ekan degan. Chet elga chiqsa, boshqa dunyoga, boshqa madaniyatlarga, boshqa bir millatlar bilan bir aloqa qilishni boshlasa, odam, har qanday inson juda tez dunyo qarashi o'zgaradi. Azizjon aka, hozirgi kunda O'zbekiston tadbirkorlari keyingi darajaga chiqaman desa, kengayaman, daromadimni ko'paytiraman desa, top 3 ta eng katta duch keladigan muammolari qaysi va ularga qanday yechim berish mumkin? Buni aynan sizga murojaat qilishlari orqali aniqlangan savollardan o'rtaga tashlasak juda ham zo'r bo'lardi. Bu yerda avvalambor tadbirkorlarni turiga qarab muammolar farqlanadi. Mana aytaylik, bir kichik tadbirkor. Unda hech qancha odam ishlamaydi, tam 10-15 ta xodimi bor. Endi oyoqqa turyapti. Оборотлari ham aytaylik, tam oyiga bir 10-20 ming dollar. Nima qilyapti? Qanaqadir sexi bor yoki savdo sotiq qiladi, nimadir qilyapti-da, sotuvchilar bor, tikda oddiy ishchilar bor. Endi bu keyingi darajaga chiqishim uchun nima qilishim kerak? Unda odatda ko'proq mindsetda muammo bo'ladi. Mindset deganim ko'proq dunyo qarashi, biznesni tushunishi, qanaqadir ilm yetishmaydi. Ya'ni nima qilishim kerak deydi. Ozgina bozorda tahlil qilib, qaysidir strategiyasini sal to'g'irlash kerak. Bo'ldi, men yechim bor. Men 3-4 yildan beri harakat qilyapman. Prosta sal buksovat qilib qoldim-ku, menimcha sal noto'g'ri bozorga kirib qolganman. O'shani bozorda sal tashqaridan qaraychi, tadqiqot qilaychi, boshqacha strategiya qilsam balki yurib ketarman deydi. O'rtacha tadbirkor katta bo'lmoqchi. Aytaylik, u bir 50 ming dollar emas, 500 ming dollar oborot qilyapti. Unda nima muammo keyingi darajaga olib chiqishda desa, odatda u yerda ilmda muammo bo'lmaydi. Chunki u darajagacha chiqib olgandan keyin u ko'p narsani o'sha tushungan, strategiyani to'g'irlab ko'rgan, xodimlar soni ham bir 200-300 ta o'sha. Endi nima qilaman desa, odatda tizimlashtirish bo'ladi. Ya'ni korxonasida qanaqadir tizimlarni joriy etish, tizimli boshqaruvga o'tish. Tizimli boshqaruvga o'tish deganda ko'proq o'ziga bog'liq bo'lgan bir masalalarni sekin-asta kuchli xodimlarni qo'yish. Kuchli xodimlarni qo'yadi. Ba'zi joylarda avtomatizatsiya tizimlarini qo'yish kerak. Ba'zi joyda 2-3 ta biznesi bo'lsa, ularni yopish kerak-da, bitta biznesiga fokus qilish kerak. Otabek aka, bu 605 marketing agentligi haqida qisqacha tanishtirib bersangiz, qachon ochildi? Nima maqsadda tashkil topildi bu? Birinchi mijozlar kim bo'ldi? Va shu yo'nalishda hamkorlik bilan ishlash qiyin emasmi? Baribir ikkita hamkor bu yerda to'qnashuv bo'lgan paytda kim so'z olinadi? To'liq. Biz aslida 605 tarixi uzun. Buni alohida ko'rsatuv bo'lib ketadi. Shuning uchun qisqacha aytib beraman. 22-yildan beri mana birgalikda ishlab kelyapmiz. Birinchi mijozlarni to'g'risi hozir eslay olmayman bu paytda, chunki hamma ishlar bilan shug'ullanardik. Hamma narsa qilardik. Keyin oradan 2 yil o'tgandan keyin bir to'g'risi bir rivojlanish katta bo'lmagandan keyin azizaki bilan o'tirib bir anaqa qilganmiz. Suhbatlashib bitta yo'nalishni tanlashga qaror qilganmiz. O'shandan beri bu 605 ni yangi tug'ilishi bo'lgan. Bir necha marta tug'ilgan, qayt masalan azizaki kelganlarda, keyin va hokazo bu yangi tug'ilishi bo'lgan. O'sha yerda faqat kreativ yo'nalishni olganmiz keyin. Bu 24-yil bo'lgan. Demak, bundoq olib qarasa, 24-yildan beri shu
agentlik, bugungi ko'rinishdagi agentlik 24-yildan beri ishlab kelyapti desak bo'ladi. O'shanda endi birinchi klientni esla olmayman. Birinchi klient Payme bo'lgan. Payme bo'lgan, keyin Energy Uzbekistan bo'lgan, keyin mana Cheers kompaniyasi bo'lgan. Va o'sha Cheers kompaniyasidagi xodim endi hozir bizda strategik direktor bo'lib ishlaydi. Endi hamma kompaniyalarda umumiy marketingga ikki yo'nalishga bo'linadi. Buni o'zlari bilishi mumkin, bilmasligi mumkin. Agar buni bilib qilsa juda ham yaxshi bo'ladi. Ikki yo'nalishga ajratishadi. Bittasi o'sha performance deydi, targeting bo'ladi, klientlarni jalb qilish, savdo marketingi, to'g'ridan to'g'ri sotuvga olib boradigan marketing. Bir tarafi image marketingi. U o'zini imijini ko'taradi, kompaniya brend taniqliligini oshiradi. Bu ham savdoga olib boradi, lekin uzoq muddatda haligi to'g'ridan to'g'ri marketingni ta'sirini kamaytirish uchun, ya'ni unga ignaga o'xshab o'tirib qolmaslik uchun qilinadi bu. Mana shunaqa ongli ravishda image marketingi bilan shug'ullanadigan kompaniyalar keladi. Masalan, bulardan biri bo'lishi mumkin, Yandex bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin deganda haqiqiy bizni mijozlarimizni aytyapman hozir. Yandex Uzbekistan bo'lishi mumkin, Korzinka bo'lishi mumkin, Murad Buildings bo'lishi mumkin, Ermak kompaniyasi bo'lishi mumkin. Bular kelib, bolalar targeting bilan mana shug'ullanyapti o'zimizni komanda. Bizga bizni imijimizni oshirib beradigan bir g'oya kerak deydi. O'sha g'oyani ishlab chiqamiz biz. Xizmat turlari qanaqa? Misol chekida oladigan bo'lsa, eng minimalisi qanaqa? Bizda juda oson bir 3 ta xizmat turimiz bor. Klient kelganida biz unga qaraymiz, sizni bozorda yoki o'zingizni ongingizda yoki dokumentda brendni pozitsiyasi bormi, yo'qmi deymiz. Yo'q bo'lsa brend pozitsiyasi ishlab chiqamiz. Bir. Ikkinchisi, brend pozitsiyasi ishlab chiqsak yoki bu уже bor bo'lsa, unga endi buni yoritadigan, vizualda ko'rsatadigan, buni branding deb ataymiz. Branding, vizual bir sostavляющийsi bormi, yo'qmi deymiz. Bor bo'lsa bering uni, u bilan ishlaylik, yo'q bo'lsa uni ishlab chiqaylik deymiz. Ikkinchisi branding. Endi uchinchisi mana shu pozitsiya asosida, mana shu brend elementlari asosida brendni tanitadigan kreativ g'oyasi. Buni big idea deydi. Katta dunyoda, o'sha Amerikada yoki G'arbda big idea deydi. Masalan, Snickers qorning ochganda sen emassan degan big idea buni 10 yillardan beri ushlab keladi. Bizda O'zbekistonda mana shunaqa bitta yillar davomida faqat qayta takrorlanadigan big idea yetishmaydi. Uchinchisi kompaniyalarda shu uchinchisi big ideani yoki agar yo'q, menga big idea hozircha kerak emas, menga taktik idea kerak desa, o'sha ideyani o'ylab topamiz. 3 ta. Bozorda, kreativ marketing bozorida xizmatlar o'rtacha 15 ming, 20 ming atrofida bo'ladi. Bitta xizmat uchun. Va Azon aka bilan gaplashgan bo'ldik. Bu g'oyani o'zi, buni amalga oshirishi, uni roliklari, undan keyingi etaplar va u bilan odatda boshqa agentliklar shug'ullanadi. Undan keyin media razmisheniya bor, u bilan umuman boshqa agentliklar shug'ullanadi va har bitta etapda bu cheklar kattalashib boraveradi. Biz eng boshidagi eng kichkina bir nima deydi, boshida bir pul berib tekshirib ko'radi-ku, keyin qolganiga o'tadi. Men uchun shaxsan hayotimdagi eng burilish olib kelgan voqealardan biri bu chet elga borib o'qishim va bundan juda minnatdorman, chunki bunaqa imkoniyat hammada ham bo'lmagan o'sha payt. Chet elga chiqish hozir sal osonlashdi. Bu paytda juda qiyin bo'lgan. O'sha paytda davlat bizga hamma narsani tekinga bergan. Borib kelish, u yerda yotog'imiz, u yerda bizga yeb icharimizga stipendiya berish, o'qishimiz, общий umuman hisoblasangiz taxminan bir 30 ming dollarcha sarflagan. U paytdagi 30 ming, men sizga tasavvur uchun aytaman, Toshkentda 10 ta kvartira beradi. Tushunyapsizmi? O'sha paytda bir 3 ming, 4 ming bo'lardi kvartiralar. Farg'onada men yashayotgan hududda o'sha paytda kvartiralar 800 ming dollar edi. Tushunyapsiz? Bizga davlat o'sha paytda 850-900 dollar stipendiya beradi bir oyda. Men bir oyda bitta kvartira olishim mumkin. Biz uchun bu kolossal bir yordam va buni iqtisodiy til bilan aytganda bu ijtimoiy lift deydi. Ya'ni siz qaysidir ijtimoiy tabaqa nuqtai nazaridan o'rtada yoki pastda tursangiz, tevaga chiqishingiz kerak, chiqa olmaysiz. Qanday chiqasiz? Chiqish uchun sizga qanaqadir lift kerak. Va mana shu liftni davlat tomonidan yaratilgan shu jamg'arma fond bajarib bergan. Va qaytib kelganimdan keyin men tamomila boshqa mutaxassis, boshqa dunyoqarash bilan
qaytib kelib har xil sohalarda ishlaganman. Va boshlanishida Westminster universiteti ochilgan. O'sha yerda ilm olishda davom etaman deb, chunki o'sha yerda rosa qiziqib ketganman. Kitob o'qishga, chunki men ingliz tilida shu vaqtgacha umuman kitob o'qimaganman. Angliyaga borgandan keyin вообще ingliz tilida kitoblar o'qishni boshlaganman. Qaytib kelgandan keyin yana o'qishga qiziqish bo'lgan. Westminsterga kirganmiz. Katta kutubxona bor. Mazza qilganman. Kutubxona bor, internet bor, bo'ldi, menga yetadi deganman. Biznesni, marketingni o'qishni boshlaganman, qiziqqanman. Bolalarga dars berishni boshlaganman. Tam 1-2 yil ishlaganimdan keyin har xil sohalardan takliflar kelgan, keyin ishga kirganman. Birinchi ishim o'sha paytda tip-top soklar bo'lardi. Marvel Juice degan kompaniya. Marketolog bo'lib, o'sha tip-top soklariga ishga kirganman. O'sha paytda lider kompaniya edi. Ishlab chiqarish jarayonlarini o'rganganman. Savdo sotiqni, distributsiyani, o'sha Angliyada olgan bilimlarni sekin-sekin amaliyotda qo'llashni boshlagan. Angliyada ishlaganman. Angliyada qiziq bo'lgan, bizda ota-onamiz halollikka, to'g'ri so'zlikka, mehnatga qattiq o'rgatishgan, ilm olish, mehnat qilish, shu ko'nikmalar. Buning uchun men hozir sekin anglayapman. Bunaqa ko'nikmalar berish uchun inson boy bo'lish shart emas yoki kambag'al bo'lish shart emas-da. Bu insonda yo bor yo yo'q. Chunki biz bilamiz, boy oilalar bor, farzandlari tarbiyasiga yaxshi emas oilalar ham bor. Yoki buni teskarisi, kambag'al oilalar bo'lishi mumkin, u yerda ham zo'r bo'lmasligi mumkin. Demak, bu pulga yoki boylikka bog'liq bo'lmagan narsa. Bu insonning o'ziga bog'liq bo'lgan. Perestroyka vaqti bo'lgan, 90-yillarda ko'pchilik ishsiz bo'lgan u paytda. Jumladan bizni ham ota-onamiz, dadam ham ishsiz bo'lganda, qaysidir period ishsizki, qiyin davrlar bo'lgan. O'sha paytda bozorga ham chiqqanmiz. Bozorga chiqib, bozorda har xil mayda-chuyda narsalar ham sotganmiz. Bir pomidor olib kelib yozda sotganmiz. Yana qanaqadir shipirga olib kelib sotganmiz. Yana nimadir, har xil narsalar. Главное tirikchilik o'tkazish uchun. Shaharda oddiy rus maktabida o'qib yurgan bola uchun menga juda uyatliga o'xshagan. No, 1-2 marta chiqqandan keyin, boshqa qilgandan keyin sal ko'nikmalar rivojlanib, boshqa qilib sal normal holatga ham kelgan. Muhimi o'sha paytda siz o'g'irlik qilmasdan yoki qanaqadir bir bema'ni yo'llarga kirmasdan halol mehnat qilishni sekin-sekin singdirishgan. Xuddi shu ko'nikmalar asosida men o'ylayman, Angliyada ham kanikulda, o'qishdan tashqari vaqtda har xil ishlar qilganmiz. 3-4 ta joyda ishlaganman men. Bir marta bir alyumin zavod bo'lardi, alyumin zavodda ishlardim. Upakovka qilardim. Kiyim-kechak fabrikasi bor edi, u yerda ham bir oddiy grushchik bo'lib ishlagandim. Orlanmaysiz, yaxshi halol mehnat, sizga yaxshi haq ham to'laydi, o'qishim ham ketyapti. Talabalik davrida men o'ylayman, har qanday bola mana shunaqa oddiy mehnatga bir yuzlanish kerak. Musofarchilikda yurish kerak deb o'ylayman. Chunki o'zingiz ota-onangizdan uzoq bo'lgan joyda yashasangiz, nima deydi, mustaqil yashaganingizda ko'p qirralaringiz rivojlanadi, ochiladi. Shu signal bormi Azjon aka? Ya'ni qachon operatsiyonkadan chiqib ketish kerak? Operatsiyonkadan baribir boshida bizda odatiy hamma o'zi qiladi. O'zi qilishi normal. Mana misol uchun agar hozir kimdir ko'rib turibdi, men o'zim qilaman desa, o'zingiz qilishingiz norma. Ayniqsa birinchi 3 yil o'zingiz qilmasangiz bo'lmaydi. Chunki siz o'ta kichkinasiz va siz biznesni boshladingizda, sen uni qil, sen buni qil deb o'tiradigan bo'lsangiz, to'xtab turing, o'zi bu biznesingiz ishlaydimi, ishlamaydimi? O'zi bir tiyin kelgan yo'q. O'zi hammaga buyruq berib o'tiribsiz. Unaqa bo'lmaydi. Siz o'zingiz ishlaysiz. No, signal nima bo'ladi? Signal biznes jarayonlar ko'payishni boshlaydi. Nimaga? Chunki mijozlar ko'payyapti. Mana faraz qiling, siz o'sha do'konchi olib keldi, ertalab boryapti, kiyimni olib keldi, taxladi, dazmol qildi, ochdi do'konni, xaridorlar keldi, sotdi, pul berishdi, ishlayapti. Kelyapti, ishladi, qaytdi, xaridor ko'payib ketyapti. To'xtadi. Bu signal nima qilish kerak? Sotuvchi olish kerak. To'g'rimi? Uje xaridor ko'p, demak pul ham ko'p qolyapti. Bitta, ikkita sotuvchi oldi. Endi boryapti, kelyapti. Boryapti, kelyapti. Ya'ni ulgurmay har kuni borib kelyapti.
Endi pul ko'paygandan keyin har kuni borish shart emas, kunora borishni boshlayapti, zakupga. Keyin ha deb boraverib charchayapti, to'xtab tur deyapti. Shu o'zlari chiqarib yuborsa-chi deyapti. Dostavkada. Yoki bitta xodimimni aytib borib, falon joydan mana bu narsalarni olib kelgin deb turib, zakupga bitta qo'yyapti. Bu ham signal. Keyin ular ishlashyapti, sotuvchi ishlayapti, zakupchi ishlayapti. Men nima qilaman deyapti. To'xta, yangi do'kon oqtaraman. Lokatsiya deb borib oqtaryapti, yangi do'kon ochdi. O dedi, yangi do'konga yangi xodimlar oqtarishim kerak. Vaqti yo'q. To'xta dedi, bitta rekruting agentstviga chiqib, siz menga xodim topib bering deyapti. Ko'ryapsiz, o'zi sekin-sekin ishlarni tabiiy ravishda kirishib ketdi. O'zi tabiiy ravishda biznes jarayonlar ko'paygan sari sekin-sekin berishni boshlaydi. Agar shunaqa ko'payganda o'zi ushlab qolishga harakat qilsa, unda nima bo'ladi? Mijozlar yaxshi servis ko'rmaydi. Nimaga? Chunki siz bilan gaplashyapti, bitta ikkita mijoz kutib turadi. To'xtab turinglar, hozir bular bilan gaplashib olay, keyin sizlarga o'taman deydi. Baraka topgan, bitta ishchi olgin deyman. Mana shu yerda mana bu signal. Ishchi manchalik baribir qila olmaydi ishni. O'shaning uchun men topshira olmayman deydi. To'g'ri, sizchalik qilmasligi mumkin. No, siz baribir kimgadir topshirmasangiz, biznesingizni kattalashtirib olmaysiz. Agar siz aytaylik, qaysidir ishni sifatli 100% da qilsangiz, balki sizchalik 100% qilmas. 70% da qilsin. Lekin 3-4 ta ishchi oling. Hammasini jamlanmasi sizdan ko'p bo'ladi baribir. Korzinkada siz xo'jayin degan g'oyaga kelgungacha 4 ta 5 ta boshqa g'oya bo'lgan. Biz aytyapmiz, "Yo'q, bu bo'lmaydi, bu bo'ladi, bu bo'lmaydi" deb turib, oxiri nima uchun korzinkada siz xo'jayin degan narsa kelib chiqqanda, bozorda tahlil qilingan, bozorda o'rgangan, bozordagi raqobatchilarni o'rgangan va bulardan kelib chiqib, bu bo'ladi, bu bo'lmaydi deb. Oxiri bir 4 ta ideya qolgan, mijozga berilgan, mijoz bilan va 4 ta mana shu g'oya hammasi mijozga to'g'ri keladigan g'oyalar. Demak, 4 ta g'oyani hammasini o'sha Korzinka jamoasiga taqdim qilingan. Tanlash uchun. No, bu eng muhimi, meni rolim qayerda desa, bu 4 tagacha 8 ta 9 ta g'oya bo'lgan. Tushunyapsiz? Nechtasi chopilgan? Qanaqa mezonlar bor? Qaysi mezonlarga ko'ra siz bo'lmaydi deb aytasiz? O'sha siz xo'jayin degan nimada konseptda biz aytyapmizki, nimaga xo'jayin? Bu yaxshi konsept degan. Chunki bu o'sha kompaniyani mijozparvarligini ko'rsatadigan. Mijozparvar deganda u mijozni xizmatini ko'rsatishga shay. Mijozga eng yaxshi qulay sharoitlar qilib berish. Narxini yaxshi qilib berish, parkovkalarni yaxshi qilib berish, assortimentni yaxshi qilib berish, ya'ni o'sha mijozni hamma afzalliklarni ko'rsatib bera oladi. Va u yerda asosiy bitta g'oya bo'lgan, biz bozordan farqlanishimiz kerak degan. Bozordan biz ustuvormiz deb. Agar aytaylik biz arzon konsept yoki qanaqadir boshqa konseptlarda to'xtaydigan bo'lsak, bozordan ustuvorligimizni to'liq ko'rsatib bera olmaymiz. O'sha brendni falsafasini yetkazib beradigan mana shu g'oya deganmiz. Boshqa g'oyalar bu falsafani yetkazib bera olmagan. Qaysidir bir qirrasini ochib bergan xolos. Bolalar kashasi bor, ozuqasi bor. Onalar O'zbekistonda kam emizishni boshlashgan. Ko'proq kasha berishni boshlagan. Sog'liqni saqlash bo'yicha bu katta bir respublika miqyosida bir katta kampaniya bo'lgan. Aytishganki, to'xtaylik, buni bir ommaga ham olib chiqib yoritaylik, что bu muammo. Onalar ko'proq emizish kerak degan narsani. Kashani targ'ibot kuchayib ketgan. Bir tabiiy ozuqa berish nimasi muhimligini bir e'lon qilib beringlar deb chiqishgan. Okey deng. Standart yondashuv qanaqa bo'ladi? Standart yondashuv mana kashani boshida tug'ilgandan birinchi 6 oy davomida onalar o'zi ona tabiiy sutini bola oziqlansa, bu immunitetiga, rivojlanishiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi degan bir plakat qilish kerak. Bular nima qildi? Ular uni plakat qilmadi. Ular prosta bitta katta plakat qildi, onasini emsin deb qo'ydi. Onasini emsin dedi, bo'ldi. Shu bilan hamma joyda diskussiya bo'lib ketdi-da. Onasini emsin, nima bu deb. Keyin u 10 soat turdi xolos. 10 soat emas, bir 4-5 soat ham turdi-da, darrov olib tashaldi. Telefonlar bo'ldi. "Ey, nima qilishyapsan?
Ona nima bu dedi. Sen nima bu onasini yemsin deyapti. Nima yemsin? Kim yemsin? Yo'q, bu so'kinish emas, bu vrachlar maslahati degan. Deb turib keyingi fraza chiqdi. Bunaqa frazalarga, bunaqa bir yondashuv bo'lish uchun odam boshqa rakursdan qarash kerak-da. Menda kelmaydi bu rakursda, men ko'ra olmayman. Siz raqamlar bilan va strategiya bilan. Bu strategiyaga to'g'ri keladi, mana to'g'ri keladi. Bo'ldi, qil deymiz. Biz Angliyaga keldik, o'zimiz endi yashaymiz. Ba'zi do'stlarimiz hech qachon misol uchun o'zi yashamagan. Bizda-yu bo'lmay bu ko'nikma bor edi, o'zim yashab nima qilishga, ovqat qilishimiz kerak. Ovqat qilishni ko'pchilik bilmaydi. Aytib bo'ldi. Men o'sha borganimda bir 10-15 xil ovqat qilishni bilardim. Nimaga bilardim? Chunki yoshligimizdan uyda ovqat qilardik. Misol uchun uyda qiz bola yo'q edi. 4 ta o'g'il bola edik. 4 ta o'g'il bola bo'lganimizdan keyin men o'zim juda ko'p ovqatlarni pishirishni bilardim. Onamlar u paytda bir ishlashardi. Dadamlar ishlaydi. Ovqat qilib qo'y deyshadi. Bo'p, kech payt nima qilaydi? Bugun mastava qilib qo'yganlar. Kichkina boshqa ukam bor, sen non yopib qo'y deydi. Sen uyda yig'ishtirib qo'y deydi. Bo'ldi. Hamma keladi, kech payt ovqat tayyor, non tayyor, uy yig'ishtirilgan. Sen kirlarni yuvib qo'y dedi. Bo'ldi, okey, qilamiz. Va bu yerda hech qanaqa orlanish yo'q. Ovqatni bitta qildi, osh qilib qo'y, sen u qil, bu qil va o'z-o'zidan mana shu ko'nikmalar rivojlangandan keyin siz nima deydi, mas'uliyatni olish ko'nikmasi rivojlanadi. Agarda yosh bolaga yoshligidan mas'uliyatni olish ko'nikmasini singdirmasangiz, u katta bo'lganda ham singmaydi u. Tushunyapsizmi? Chunki u ko'nikma. U katta bo'lsa o'rganib oladi demaydi. U yoshligida mana shu kichkinami bor, sen o'zingni idishingni sen yuvib qo'y. Bu ham bitta mehnat. O'zingni kiyimlaringni taxlab olib qo'y. Borganimizda esimda bor, sherigim bilan bozorlik qildik, keldik, ovqat pishiramiz. Qanaqa ovqat qilamiz? Keyin nima ovqat yegisi kelyapti, nima pishiramiz? Men ko'p narsa yegim kelyapti, lekin pishirishni bilmayman. Nimaga bironta ovqat bilmaysizmi? Men bilmayman. Hazillashmang deganman. Chunki men tasavvurimga ham sig'magan qanday qilib odam ovqat pishirishni bilmaydi deganman-da. Keyin bilsam, juda ko'pchilik bilmas ekan. Men uchun bu oddiy nima edi. Okey, keling, bo'lmasa o'rgataman deganman. Nima yegisi kelyapti? Moshxo'rda qilaylik, bo'ldi, moshxo'rda qilamiz. Uning uchun hozir borib mosh olib kelamiz, go'sht olib kelamiz, deb turib pishirib ovqat qilgan. Keyin osh qilamiz, bo'ldi, osh qilamiz. Keyin ham mastava qilamiz. Okey. Qozon kabob qilamiz. Har xil narsalarni, ovqatlarni bir turni qilib, haligi bola ham keyin birga yashab, qanchadir vaqtdan keyin juda ko'p ovqatlar pishirishni o'rgandim Angliyada degan. Tushunyapsiz? Endi hozir YouTube chiqib boshqa qilib oson bo'lgan, lekin u paytda qiyin bo'lgan. Angliya juda ko'p ko'nikmalarni rivojlanishiga sabab bo'lgan. Qaytib kelganimizdan keyin aytganimdek, Westminsterda ishladim, nimada ishladim, keyinchalik davlat ishida ham ishladim. Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligiga tegishli bir katta xalqaro savdo bilan shug'ullanadigan kompaniyada ishladim. Marketing va tashqi bozorlarni tahlil qilish bir bo'limi bo'lardi. O'sha bo'lim rahbari bo'lganman. Men yosh edim, bir 28 yosh edim, no nisbatan yosh kadrlarga katta e'tibor berilgan, rahbar qilishgan. Qo'l ostida bir uncha ko'p emas edi, 5-6 ta odam edi. Bu kichikroq bo'lim edi u, lekin biz O'zbekistondagi juda ko'p xomashyo mahsulotlarni savdosi bilan shug'ullanardik. Paxta, mis, tekstil, bug'doy, un, hammasida eksport bilan shug'ullanadi. Eksport import operatsiyalar bilan shug'ullanadigan kompaniya edi. Meni asosiy vazifam u yerda tashqi bozorlar tahlil qilish, narx siyosatini to'g'ri belgilash, xalqaro shu hamkorlar topish, shu kabi bir ishlar edi. Davlat tizimini ichkaridan o'rganishga zo'r imkoniyat bo'lgan. Qanday ishlaydi? Iyerarxiya qanaqa? Davlatda kim kimga qanday qilib bo'ysunadi, qanday qilib qarorlar qabul qilinadi. Juda ko'p chet elga chiqqanman o'sha korxona bilan. Bilmadim, menimcha bir 15 ta davlatga chiqqanman. Har xil davlatlarga juda ko'p hamkorlar bilan muzokaralar olib borganman. O'zim shaxsan juda katta kontraktlarni imzolashda qatnashganman o'zim. Hamkor, chunki o'sha paytda ingliz tilini bemalol biladigan, dunyoqarashi keng, chet ellarga chiqqan kadrlar kam edi. Ko'pincha meni chet elga jo'natishardi. Ko'p hamkorlarimizni topib, o'zim ular bilan muzokara qilib, olib borib
kontraktlarni qo'l qo'ydirishgacha o'zim olib borardim. Menga prinsipi yaxshi ishlayapsiz degan bir pul. Bu 2007-2013 manimcha. Arzon aka, Alyans klub haqida gapirib bering. Bu qachon asos solingan bunga? A'zolari kim? Nimani maqsad qilib olingan? Bu ham o'zi biznesning bir turimi yoki shunchaki nodavlat, notijorat tashkilotmi? Bu klubimiz 3 yil bo'ldi tashkil topganiga. Hozirgi kunda O'zbekistonda eng katta klublardan biri hisoblanadi. Aynan katta yirik tadbirkorlarni birlashtirgan. Ya'ni hozirgi kunda bir 80 ga yaqin, 80 dan o'tdi ozgina klublarimiz, klub a'zolari maksimum 100 ta qilamiz deganmiz xolos. 100 tadan ko'proq talab tushsa-chi? Yo'q, unda tabiiy seleksiya bo'ladi. Kimdir misol uchun klubda unchalik qatnashmasa, doimiy kelmasa, boshqa qilmasa, o'zidan ketadi, boshqasi keladi. Hammasi bundan qarasangiz O'zbekistondagi o'rta va katta biznes vakillari, hammasi biznesda egalar. Bu yerda ilm olish. Mana misol uchun hozir ham bizni klub asoschilaridan biri Murod aka Muhammadjonov, ular soliq bo'yicha bir dars o'tyapti. Biz har 2 haftada bir marta uchrashib turamiz. Xuddi shunaqa formatda uchrashib o'tirib nima qilinadi? Bir ovqatlanib, bir-birimiz bilan gaplashib, boshqa qilib, keyin qaysidir spiker chiqadi, bir dars beradi. Hozir mana misol uchun dars jarayoni bo'lyapti, fikr almashyapti. Odamlar o'zini misol uchun 2 hafta davomida bir-biri bilan ko'rishmaydi. Bu yoqqa kelganda savollar paydo bo'ladi. O'z-o'zidan mana shu ekspertlarga savol berishadi, mana shu yerda muhokama qilinadi. Yiliga 2-3 marta chet el safarlari tashkil qilinadi. Xohlovchilarga birgalikda bir kichik guruhlarda 15-20 kishi bo'lib, har xil chet el davlatlarga borib, bu yerda уже umuman boshqa atmosferaga tushiladi. Alyans nishalashganmi? Ya'ni mana shu alyansga a'zo bo'lgan tadbirkorlar asosan qaysi yo'nalishda faoliyat yuritayotganlar? Alyansga kirishda hech qanaqa nisha yo'q, lekin bizda ma'lum bir filtrlar bor. Qaysi faoliyat turi bilan shug'ullanishni tekshiramiz. Agarda bitta faoliyat turi bo'yicha bizda ko'p tadbirkorlar bo'lsa, ularni olmaymiz. Nimaga? Chunki bitta tarafga qarab ketib qolishi bor. Va o'zaro raqobat muhiti bo'lib qolsa, ular ochilishi qiyin. Har bitta yo'nalishdan bir 3 ta vakil deganmiz va imkon qadar har bitta yo'nalishda liderlarni olishga harakat qilamiz. Ham biznes deyildi, ham odamlarga, tadbirkorlarga manfaat beradigan hamjamiyat. Demak, biznes bo'lgandan so'ng zamirida pul bor, mablag' bor. Alyans klubiga a'zo bo'lishga qancha badal to'lov belgilab qo'yilgan, joriy qilingan. Avval bu o'zini oqlayaptimi? Ya'ni baribir misol mana katta tadbirkorsiz yoki boshqa co-founderlar ham, ya'ni asoschilar ham o'zlarining bizneslari bor. Shartmi har hafta bu yerda ovora bo'lib yurishga o'zini oqlaydimi? Bu yoqqa tikadigan energiya, mablag', vaqt? Yaxshi savol. O'zini oqlaydi bo'lsa, da, oqlaydi. Chunki bu biz bu xayriya jamiyat emas. Bu yerda o'zini badallari bor, to'lov badallari bor. Yillik 75 million so'm to'laydi. Yillik. Da. Va bu rasmiy hamma yo'q. Bizda shartnoma qilinadi, ular shuga nima to'lanadi. Bizda bizga qilib ochilgan. Biz ofitsialni, biz hamma narsani rasmiy yuritamiz. Mana shu tadbirkorlarga ta'lim berish bilan shug'ullanamiz. To есть har 2 haftada dars beramiz. Yiliga 24 ta dars olishadi-da va o'zini qoplaydi-mi? Albatta qoplaydi. Bu badal asosan mana shu tadbirlarga, spikerlarni chaqirganimizga hamma narsaga ketadi ko'proq. Qanchadir pul qolishi mumkin, lekin asosiy daromad manbasi emas. Muhit deganingizga Arzon aka, baribir o'zingizni misol biznes konsultantlik yoki yuqori darajadagi xalqaro toifadagi marketologlik mutaxassisligiga egasiz. ROI degan tushuncha bor, o'sha return of investment. Mana shu networkingni ROI'sini, ya'ni o'sha tikilgan sarmoyasini chiqarib olish o'lchovi bormi? Ya'ni bir raqamlarda ko'rish imkoniyati bormi? Da, raqamlarda albatta ko'rish imkoni bor. Mana misol uchun bitta kitob o'qidim. U kitobni
ROI bormi desangiz ham bor, ko'rsatingizga ko'rsata olmaysiz. Tushunaysiz? Lekin siz tinmasdan kitoblar o'qirsangiz, Dunyoqarash kengayadi. Dunyoqarash kengayadi. Qaysidir joyda sizga qaror berishingiz kerak, qarorni avtomatdan berib yuborasiz. Keyin siz o'ylanasiz. Qaysi kitobda deb bu qarorni berdim deysiz. Bu yerdan xuddi shunaqa. Siz bittasi bilan tanishdingiz, ikkinchisi bilan tanishdingiz. Keyin qaysidir payt, aytaylik, biznes qaror berishingiz kerak. Qanaqadir hamkor topishingiz kerak, qaysidir поставщик yoki klient yoki nimadir. O'sha paytda shunda telefon qildi kimdir yoki siz telefon qildingizda muammongizni hal qildingiz. Bo'ldi, hal bo'ldi. Bu 1 million dollarlik muammo bo'lishi mumkin, 100 ming dollarlik muammo Aytadi, bo'lishi. pulga bitmaydigan ish tanish-bilish bilan bitadi. Bitib ketdi-da, keyin siz balki 10 yil to'lagan pulingiz chiqib ketgandir. Shunaqa keysda bormi? O'zlari aytib, Yo'q, bu yerda juda ko'p. Keysdan tashqari biz bitta klubda bo'lganimiz uchun juda ko'pchilik bir-biriga o'zining xizmatlariga skidkalar qilgan. Misol uchun, agarda siz Allianz klubidan kelsangiz va siz bitta Allianz klubi vakili, ikkalamiz Allianz klubi vakilimiz, aytaylik siz qaysi mahsulotlar sotasiz. Men o'sha mahsulotlarga muhtojligim bor. Men sizni oldingizga borsam, boshqalarga bermagan skidkani menga berasiz. Tushunyapsizmi? Odana akasida, ukasida ko'rib, To'ppa-to'g'ri. senga shunaqa Plus biz aytaylik Allianz klubidan bo'lganingiz uchun siz qaysidir holatlarda boshqa klubdoshingizga boshqalarga ko'rsatmaydigan xizmatni qo'shimcha ko'rsatishingiz mumkin. Bonusga qo'shib berib. Puldan tashqari. Tushunyapsiz? Kimgadir garantiya bermaysiz, bizga garantiya berasiz. O'z ofisingiz yonida yana bitta xona turibdi. Bunda ham logotiplaringiz mumkin bo'lsa bu yoqqa ham kirsaydi, undan keyin konsalting xizmatlaringiz bo'yicha boshqa mijozlarni holati bilan tanishsiz. Bu yerda asosan kelinglar, bo'lmasa bu yerga ham kirib nima qilaylik. Bu sotuv bo'limimiz. Bu yerda qizlar asosan call centerimiz. Ta'lim yo'nalishiga ham kirganmiz. Ta'lim yo'nalishida Navigator Academy degan kompaniyamiz bor. Ya'ni dars beriladi. U yerda professional ta'lim beriladi, deylik. Treninglar bor. Har xil tadbirlar uyushtiramiz. Misol uchun biznes nonushta formati bor. Bir kichik o'sha kursimizni bitirganlarni klubi bor. U yerda o'tirib har 2 haftada yig'ilamiz, dars qilamiz. Ular tadbirkorlar o'zini muammosini olib keladi. Biz o'sha muammolar bo'yicha bir nimalar qilamiz. Men hozir kurs haqida, bu yerda kursimiz bor. Ta'lim haqida so'ramoqchi edim. Bu yerdagi sotuv bo'lim asosan o'sha ta'limda o'qimoqchi bo'lganlarga sotadi. To'ppa-to'g'ri. Unda kim dars beradi? U yerda men beraman dars. Bu to'liq sizni muallifligingiz asosidagi kursimiz nimaga, qanaqa qilib shakllanib qolgan deylik. Qaysi muammolarga yechim beradi? Buni kelib chiqishi nimadan bo'lgan? Men konsaltingda ishlayman. Konsaltingda ko'pincha o'rta va katta kompaniyalar keladi. Chunki ularda muammosi bor, ularda to'lov qobiliyati bor va hokazo. Va men u yerga chuqur kirib, bir maslahatlar berib, strategiyasini shakllantiramiz. Mana shu biznesimni bitta pog'onadan ikkinchi pog'onaga olib chiqishda eng muhim bo'lgan omil bu ilm yetishmayapti deydi. Biznes ilmi. Biznes ilmi bu alohida bir ilm sanaladi. Misol uchun strategiyani qanday qilib shakllantirish kerak, brendni qanday shakllantirish kerak va bozordagi savdo distributsiya tizimini qanday qo'yish kerak. Har xil nimalar bor, muammolar bor. Mana shanba oddiy kuni to'liq kun davomida kelishadi tadbirkorlar. Shu kungacha mana bir 12 yil bo'ldi konsalting yo'nalishidaman. 22 yil bo'ldi biznes yo'nalishidaman. Qayerda ishlamay, qaysi loyihada ishlamay, o'sha loyihalardan kelgan tajriba bor. O'sha tajriba asosida kursni kontentini shakllantirganman. Kitob asosida yoki qanaqadir bu real muammolar asosida, chunki yuzlab keyslar bo'lgan. Misol uchun siz o'rta biznessiz, katta bo'lmoqchisiz. Ya'ni bitta filialimni 10 ta qilmoqchiman. Bitta filialda 10 ta qilmoqchisiz yoki sizni oborotlaringiz aytaylik oyiga 50 ming dollar oborot qilyapman, 500 ming qilmoqchiman. Nima qilishim kerak buning uchun?
ko'p narsa qilishingiz kerak. Nima aynan menga nima desa, misol uchun sizga balki yangi xodimlar olishingiz kerakdir. Balki bularga strategiyasini to'g'irlash kerakdir. Kimgadir marketing. Kimdadir marketingga oqsayapti. Kimdadir distributsiya yo'qdir. Mana menda ko'p bo'ladi bunaqa kes, bittasi kelib turib, men reklama qilishim kerak ekan mahsulotimni deydi. Kerak emas sizga reklama deyman. Nimaga? Chunki sizning mahsulotingiz polkalarda yo'q. Tushunyapsizmi? Siz distributsiyani to'g'irlashingiz kerak. Sizning muammo distributsiyada. Siz hozir reklamaga umuman kirmang. Mahsulotingiz polkada yo'q, nima qilasiz reklama qilib deyman. Ha, to'g'ri dedi. Keyin anglaydi. Buni anglatish uchun menga bir necha kun kerak, tushunyapsizmi? Unga tushuntirish uchun. Ha, shu narx-navosi va qanaqa o'qiladi. Mana sotuv menejerlarga ozroq yengillik o'tsin, ko'rgandan o'zi tanishib telefon qilishadi. Yo'q, narx-navolar har xil. Bizda misol uchun bu ko'rsatuvni qachon ko'rishini bilmaymiz-ku. No 10 million, 15 million qanchadir puli bor. Bizda bir 15 million atrofida o'rtacha. Zo'r ekan. U qimmat emas. O'zbekistonda real misollarni keltira olamizmi? Qaysi brendlar mana shu brendni evazidan sekin-sekin atrofidagi brendi yo'q bo'lgan raqobatdoshlarni siqib chiqara olyapti? Mana oddiy misol, mana bugun ham gaplashdik. Ermeydiga. Ermeydi sotib olyapsiz, semichka. Semichka nima? U semichkasi boshqacha. Yo'q, o'sha semichka. Ular ham qattanni sotib oladi. Siz ham o'sha yerdan sotib olasiz. Siznikini olmayapti, uni olyapti. Prичем uni qimmatroq olyapti. Nimaga bir xil semichka-yu desangiz, yo'q, bu ermey deydi. Bunday chaqib ko'r, siznikini ham chaqib ko'r, ammo sizga ham yaxshi ekan ta'mi deydi. Lekin odamlar bari ermey so'raydi-da deydi. Nimaga? Chunki odamlarni ongiga kirib bo'lgan bu. Brend sifatida. Siz kirish uchun sizga ham 5 yil, 10 yil kerak. Tinmasdan ishlashingiz kerak, tushunyapsizmi? Ba'zi nishalarda hali ongiga kirib olmagan, hali bo'shda. O'shaning uchun brend qursa bo'ladi. Hozirdan brend qurish kerak. Safiya bor. Mana Safiyaga borsangiz, Safiyada tortlari, pirojnilari, boshqasi ko'pchilik ishonadi. Bu Safiya qaysidir standart. Boshqa siz qaysidir kafe ochdingiz, siz ham xuddi shu narsalar chiqaryapsiz. Bizniki ham svejiy desa, ishontirishingiz uchun qanchadir davr kerak-da sizda. Ular aytaylik 5 yil davomida shu narsaga erishgan bo'lsa, sizga ham 5 yil kerak. Lekin sizda uje qiyinroq bo'ladi. Nimaga? Chunki uje Safiya bor. Top of mind shakllanadi. Da, unda endi siz uje ular bilan ularga qarshi turib shakllantirasiz. Ular shakllantirganda hech kim yo'q edi. Tushunyapsiz? Endi faraz qiling, bunaqa 5 ta bor o'yinchi. Siz 6-chisiz. Qana shakllantirasiz? Vasha qiynalasiz. Chet elda bunaqalar 15 ta. Siz 16-chi bo'lib kiryapsiz. Bitta vasha noyo'q ekan, menga deb chiqib ketasiz. Bizda unaqa emas. Bular bo'lmas, bir nimalarga qiziqmasdan to'g'ri strategiya topib, biznes modelini topib, tinmasdan harakat qilib, bir 5 yil harakat qilsa, normal brend quradi. Odatda har qanday bozorda mana shunaqa 3 ta 4 ta lider paydo bo'ladi. Bozorda 90% ni bo'lib oladi. Va keyingi o'yinchilar kira olmaydi. 90 ta 100 ta odam bor, o'zi semichka chaqaydigan, 90 tasi o'zaro bo'lishib olgan. Siz kirodingiz, meni ham olinglar desa, yo'q, men ermay chaqaman. Siz oling bo'lmasa, yo'q, men mega chaqaman deyapsiz-da, o'sha miyangizda. Kim oladi menikini bilmadim. Mana 10 ta bor, o'shalarga boring. 10 taga mendan tashqari yana 85 tasi harakat qilyapti. Endi shunaqa deydi. Vaqtida kelmadingiz-da. Yildan yilga bu imkoniyat pasayib boraveradi. Yildan yilga. Ko'rasiz. 10 yildan keyin ko'pchilik aytib, shu 26-yili biznes boshlaganimda dahshat bo'sh bo'lgan ekan-a bozor deydi. Tushunyapsiz? 16-yil bo'sh edi, 16-yil bo'sh edi. 26-yil 16-yilga nisbatan ancha shakllandi, to'yingan. 36-yil bundan ham to'yinib ketadi. 36-yil qachonda bo'ladi deyapsiz hozir. 16-yil qachon edi? Yaqin deydi, to'g'rimi? 36-yil ham yaqinda bo'ladi. Keyin yana ikkinchi marta chet elga ketganman, Angliyaga, уже ikkinchi marta o'qishga borganman. U paytda tashqi savdo bilan shug'ullanganim uchun menga savdo va moliya yo'nalishi rosa qiziq tuyulgan. Angliyada bir zo'r universitet bor, City universiteti, o'sha yerda yaxshi programmasi bor. O'sha yerga magistraturaga kirganman. Ikkinchi marta ketganman, oilaviy ketganman. Birinchisi umumiy boshqaruv yo'nalishi bo'lsa, bunisi moliya va savdo bo'lgan. Bu yo'nalish bo'yicha borganimda bu boshqa tajriba bo'lgan, chunki men oilam bilan borganman. Mana kichkina 3 yoshar qizim bor edi u paytda. O'sha orzuyim bor edi, oilam bilan yashash, qanaqa bo'lar ekan. Qizim o'sha yerda bog'chaga borar edi. Ayolim ham u yerda magistraturaga kirgan.
magistraturada o'qigan. Men ham o'qiganmiz, ikkalamiz ham talaba. Qizim bog'chaga boradi, o'sha yerda yashab, boshqa qilib Westminsterda dars berganim uchun Londondagi Westminster universitetida dars berishni boshlagan. Ertalab City universitetida o'zim darsga boraman. Obeddan keyin Westminster universitetiga dars bergani boraman. Da, Londondagi ingliz bolalariga dars beraman. Ertalab o'zim o'qiyman. Mana shunaqa qilib dars berib, dars olib, o'sha magistraturani bitirib olganmiz. Srazu Angliyada ishlayman deganman va Angliyada Londonda o'sha yerda xalqaro konsalting kompaniyasi bor, o'sha yerga kirganman, ishga kirganman. Alpha Matter degan butikoviy konsalting u. Inglizda mergers and acquisition deydi. Ya'ni bitta kompaniya ikkinchi kompaniyani sotib oladi yoki birlashadi. O'sha birlashgandan keyin integratsiya jarayoni bo'ladi. Bitta kompaniya ikkinchi kompaniyaga integratsiya qilish kerak. O'sha integratsiya jarayonini olib boradigan konsalting kompaniya. Juda zo'r proyektlar bo'lgan. Men uchun kolossalniy bir opit bo'lgan. Yaxshi tajribalar qaysi desangiz, men eslasam bu ham zo'r tajriba bo'lgan. Keyin Rossiyaga borganman. Rossiyada konsalting kompaniyamizning katta klienti bo'lgan. Ular bilan ishlaganman. Reckitt Benckiser degan kompaniya. Bu Reckitt Benckiser juda ko'p katta brendlar bor. Vanish, Finish, Calgon, Nurofen, juda mashhur kompaniyalar. S&P 500 deydi, o'shanga kiradi. Ularda Global Sale deydi. Global savdo bo'yicha men maslahatchi bo'lib, ichida Reckitt Benckiserda Rossiyadagi savdo distributsiyasini optimizatsiya qilish bo'yicha ishlaganman. U ham zo'r opit bo'lgan. Просто такой напряженный ish bo'lgan, to'g'risi. Chunki esimda bor, men oilam Londonda yashar edi. Men Moskvada yashardim. Yakshanba kuni kech payt Londondan Moskvaga uchardim. Juma kuni kech payt Moskvadan Londonga uchardim va shu tariqa 1 yil qatnaganman Moskvaga va keyin men oxiri pasportim 1-2 marta tugagan, borib almashtirganman, chunki hali pechat qo'yadigan joy qolmagan. Qiziq voqea bo'lgan. O'zbekistonga kelib Angliyaga borganmiz, siz deyishgan. Necha marta borgansiz Londonga? Men hozir 53-marta ketyapman deganman. Chunki hamma to'lib ketganda. Moskvaga necha marta borgansiz? Men Moskvaga 50 marta borganman. Borardim, kelardim, gostinitsada yashardim. Gostinitsada Merit degan gostinitsada yashardim. 1 yil yashaganman. Qiziqishi har bitta xonasida yashab chiqqanman. O'zi qiladigan ish bo'lmagandan keyin. Odatda odamlar 75 kun yashasa, platinum darajaga chiqadi. Chunki odatda inson gostinitsada 75 kun yashash uchun yillar kerak-da. Men 75 kunda 2,5 oyda urib qo'yganman. 2,5 oyda men platinum bo'lib qolganman. Gostinitsani pikiga chiqqanman va platinum member bo'lganizdagi 3 ta ham shunaqa. British Airwaysda uchardim. British Airwaysda ham golden nimasiga srazu statusiga chiqib olganman. O'shaning uchun faqatgina biznes klassda berishaverardi. Gostinitsada ham xohlagan nomerini tanlab kiraverardim, chunki platinumga chiqib olganman. Shu qiziq yil bo'lgan o'sha. Ishlab yurganman, boshqa qilganman, yaxshi bo'lgan, hamma cho'tki bo'lgan. Keyin tanlash kerak bo'lgan. Ermeni g'oyasi nima degan savolga javob berganmiz. Big idea. Da, o'sha ideya nima desa, Ermeni asosan vaqtni o'tkazishda vosita sifatida sotib olishyapti. Demak, Ermeni vaqt bilan bog'laymiz deganmiz. Nima deganmiz? Ermey bilan vaqt mazaliroq degan g'oya chiqqan. Endi vaqtni mazali o'tkazish uchun Ermeyni olasan deganmiz. Tushunyapsiz? Do'konlarning kategoriyasiga qarab turib, savdo agentlarini marshrutini optimizatsiya qildik. Savdo agentining oyligi oshmayapti, uni vaqti o'sha bo'lyapti, lekin savdo oshyapti. Nimaga oshyapti? Chunki kerakli do'konlarga kerakli vaqtda kerakli mahsulotlarni tavsiya qilyapti. Misol uchun har bitta korxonani o'zini yaxshi sotiladigan mahsuloti bor va o'rtacha sotilgan va kam sotiladigan mahsuloti bor. Va qaysidir mahsulotdan zo'r foyda qoladigan turi bor, qaysidan o'rtacha qoladi. Endi biz nimani xohlaymiz? ABC kategoriyadagi klientlar bor edi-yu, do'konlar. O'sha yaxshi do'konlarda yaxshi mahsulotlarimiz doimiy bo'lsin deymiz. Demak, boshqacha zadacha qo'yilyapti targ'ov agentga. Endi biz aytyapmizki, sen A kategoriya klientlarga kirganingda, men bu A kategoriyadagi mahsulotlarimiz bo'lishi shart deyapmiz.
buni MML deydi, o'sha savdo tilida minimum mass list deydi. Mana shuni ta'minlab qo'yishing kerak deb. O'sha klientlarni turiga qarab turib, bizda o'sha savdo agenti qilishi kerak bo'lgan shartlar o'zgaryapti. Bu qayerdan kelyapti? Biz nechta mijozi bor va qaysi mijozi qancha savdo olib kelishini tahlil qilib, o'shandan keyin mana shu strategiyani taklif qilyapmiz. Odatda agar siz mana shu savdo strategiyasini, mana distributsiyani to'g'irlasangiz, mahsulotni kerakli tochkalarga kerakli miqdorda olib borib, o'sha men aytgan narsani qilsangiz, odatda savdo 45% ga o'sadi. Odatda. Bu statistika bor bunaqa. Hech narsa qilmagan holatda eng minimum men o'zim hisoblaganimda, meni mijozlarimda 9% ga oshgan. Eng minimum. Azjon aka, mavzudan tashqari, kofilar tarmog'ida ham asoschilardan biriman degandingiz. Mana shu Yulul aka isbam ketdi. Ice coffee ham bormi? Borib bir ko'rib tanishib. Kakrasda bu yaxshi mavzuni ochdingiz. O'zim kofeni yaxshi ko'rganim uchun bu loyihaga qo'shilganmiz. Biz bitta do'stimiz, yaqin insonimiz Zabihullo degan yigit bor. Ular bilan birgalikda mana shu proyekt ochganmiz. U yerda boshqa investorlar ham bor. Hozir kakras yo'limizda o'sha kirib, bittadan kofe ichib, o'sha joyida sizlarga o'sha biznes ham yoritib berish imkoniyati bo'ladi. A'zolikka qabul qilishda bir maxsus komissiya tuzilganmi? Kimlar ana veto huquqiga ega, yo'q, buni qo'shmaymiz yoki qo'shamiz deysiz? Bizda komissiya bor. Bizda ichki asoschilardan tashkil topgan kengash bor. 4 kishimiz. Biz avvalambor ko'rib chiqamiz. Agar ba'zi kriteriyalar bo'yicha to'g'ri kelsa, hech kimda hech qanaqa shikoyat bo'lmasa, общий guruhga tashlaganimizdan keyin guruh a'zolari tomonidan hech qanaqa muammosi yo'q degan tasdiq kelsa, keyin qo'shamiz. Bizdan o'tadi, общий tashlaymiz. Guruh a'zolaridan kimdir bizga chiqadi. Aytadiki, "Yo'q, bu odam bilan bir oldi-berdi qilganman. Menda falon yili pulimni qaytarib bermagan." Ha, okey deymiz. A'zolarining guvohligi o'targanda. Keyin biz bo'ldi demaymiz, biz tekshiramiz. Shunaqa bo'lganmi deymiz. Qanaqadir tekshiruv o'tkazamiz. Haqiqatan bizni ichki qadriyatlarga, nimagadir to'g'ri kelmasa, uni olamiz. Spikerlar haqida to'xtalmoqchi edim. Hozir har bitta yo'nalishda spikerlar bor deyilyapti. Boyaga asoschilardan tashqari. O'sha tashqaridan kelayotgan spikerlar pul asosida gaplashinadimi yoki ular ham mana shu networkingdan manfaatdor bo'lib, xolis kelib ilmlarni tarqatishadimi? Shu kunga qadar to'g'risi bironta spiker pulga kelmagan. Bo'lishi mumkin, agar biz chet elga borsak, qaysidir chet el safariga, uni safar xarajatlarini ko'tarishimiz mumkin. Qaysidir spikerlarning xarajatlarini o'zini bir ilmi bilan ulashish bo'lsa, ular faqatgina toza mana shu networking uchun, ba'zilar kimdir tanishi, bizda misol uchun katta tadbirkorlar chaqiramiz ba'zida. Misol uchun Zafar aka kelishadi, Hoshimda, Jahongir aka kelishdi, Ortiqxo'ja aka, bu yerda Tohir aka kelishdi, bular ham katta tadbirkor. Ularda ko'p mana shuni ko'zga ko'ringan tadbirkorlar keladi. Ularga networking shart emas. Ular ilmlarni tarqatish, prosta ilm ulashish. O'zlarida bor bo'lish. Ba'zi spikerlar networking uchun keladi. Hammada har xil. Yana bitta qiziq voqea. Angliyadagi hamkorimiz, meni sherigim bo'lgan, Londonda biznes qilamiz, keyin degan, konsalting kompaniya qilamiz degan. O'shanda ayolim bilan o'tirib maslahatlashganmiz. Maslahatlashganimizda Angliyada yashaymizmi yo'qmi? Mana juda ko'pchilik "Voy, nimaga qaytib kelasan? Angliyada yashash kerak. Angliyada chet elda yashash bu zo'r deb biladi-da." Ayolim bilan o'tirib nima qilamiz? Yashaymizmi yo'qmi degan. Ayolim yo'q degan. Yashamaylik degan. Men ham o'zim ichimda unchalik tarafdor bo'lmagan. Iqtisodiy tarafdan zo'r. Lekin bizni to'xtatgan narsa ko'proq madaniy tarafdan, qadriyat tomonidan biz yo'q deganmiz. Mana переходный nima bo'lgan, qiziq voqea. Qizim bog'chaga boradi, 1 yil bog'chaga borgan, faqat ingliz tilida gapiradi. Men aytaman, "Qizim, o'zbekcha ham gapiring endi" desam, "No daddy, I don't know Uzbek." "Yo, bilasiz o'zbek tilini. O'zbek tilida gapirsangiz yaxshi bo'ladi" desam, "Tushunyapsizmi?" desam, "No, I don't understand." Bironta shokoladmi nimadir bo'lsa, aytdi, "Shokolad bor, yeysanmi?" desam, "Yes, I want" deydi.
agar o'zbekcha shokolad bering desang, keyin shokolad beraman. O'zbekcha gapirmasang bermayman. Okay, I don't want chocolate. Menga kerak emas shokolad. Gapirgim kelmayapti. To'xta dedim, bu 4 yashar qizcha shunaqa bo'lsa 15 ga kirganda nima bo'ladi dedimda. Bo'lmaydi deganman. Keyin ayolim ham qarab, bo'lmaydi degan. Qaytamiz degan. Keyin qaytganmiz. Qaytganimizda qizim bir 6 oycha inglizchalik turgan, gapirib, keyin oxiri ruscha o'zbekchaga o'tib ketgan. Hozir yaxshi. No, o'sha paytda bazasi zo'r bo'lgan. O'sha baza bilan maktabda zo'r o'qigan ingliz tilida. Oddiy maktabda o'qigan, lekin ingliz tilisi zo'r bo'lib, 8-sinfda 7,5 IELTS olgan. O'sha baza bilan, tushunyapsizmi? Chunki baza mo'shni bo'lgan. Dunyo qarashni kengaytirish uchun albatta chiqish kerak. Musafarchilikka borish kerak, boshqa qilish kerak. Lekin yashash uchun men shaxsan, bu meni subyektiv o'zimning fikrim, menga to'g'ri kelmagan. Kimgadir to'g'ri keladi va ularni bir koyimayman. Bu ularning nimasi, tanlovi. Meni holatimda men qaytib kelganman va men xursandman. O'sha men 16-yil akras 16-o'sha O'zbekiston, yangi O'zbekiston bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, reformalar bo'lgan. 15 ta qaytganmiz, srazu reformalar boshlangan keyin juda yaxshi bo'lgan. Va konsalting ali nimasi opiti bilan kelganman, o'zi xalqaro tajriba bilan. O'zbekistonda sekin asta yangi reformalar boshlangan. Yangi O'zbekiston davri kelgan va yangi O'zbekiston davrida raqobat rivojlanishni boshlagan. Har xil korxonalar sekin asta konsaltingga, maslahatga muhtojligi sekin ko'rinishni boshlagan. Ular chiqqan va men Angliyada, Rossiyada qilgan ishlarimni O'zbekistonda taklif qilishni boshlaganimda sekin asta mijozlar paydo bo'lishni boshlagan. Va bundan xursand bo'lganman va aytganmanki, menga qaragin degan, mana shu O'zbekistonda o'zida ham prinsipda yaxshi biznes qilsa bo'ladi deb biznes qilishni boshlaganman va afsuslanmayman. O'shandan beri Xudoga shukr yaxshi. Angliyada qolganimda nima bo'lardi desa, balki unda ham qaysidir natijalarga erishardik, lekin nima muhim deymanda hayotda. Nima ishlar qildingsa, ingliz kompaniyalarini, Angliya hukumatini, Angliya iqtisodiyotini rivojlanishida shuncha hissa qo'shdim deyishim mumkin, yoki o'zimizda O'zbekistonni iqtisodiyotini rivojlantirishda o'zimizni o'zbek kompaniyalarini bu pog'onada maytga olib chiqishda, ularni dunyo qarashini kengaytirishda, kompaniyasini keyingi darajaga olib chiqishda hissa qo'shdim deyish bor. Men uchun bu qadrliroq, tushunyapsizmi? Pul jihatdan kamroq bo'lsa ham, lekin hayotiy missiya nuqtai nazaridan menga yaqinroq. Chunki missiya nima deydigan bo'lsangiz, meni hayotdagi missiyam hozir biznes o'laroq gapiradigan bo'lsak, o'zbek, o'zimizda milliy tadbirkorlarni, o'rta biznes, kichik biznes vakillarini keyingi darajaga olib chiqishda yordam berish. Nima orqali yordam berish? Ularni strategiyasini yaxshilashda, dunyo qarashini o'zgartirishda, brend qurishda, korxona jarayonlarini optimizatsiya qilishda, mana shu dunyo praktikalarini ularga o'rgatishda yordam berish. Shu asosiy missiyam. Shu kungacha 100 dan ortiq firmalar bilan hamkorlik qildim. Juda ko'p firmalarni, kompaniyalarni brendini shakllanishida yordam berdim. Ba'zilar bilan partnyor bo'lganman. Birgalikda ish qilaylik, birgalikda bir hamkorlik qilaylik deyshadi. Ular bilan bunaqa joylari ham bor. Angliyada qolishim ham mumkin edi. Dunyo kezishim, dunyoni ham kezyapmiz, boryapmiz, lekin bu yerda yashash boshqa. Da, o'zimizda vatan, o'zimizda nima? Mana sak gilamlari oldin sak emas, Samantep bo'lgan. Samantep gilam, ya'ni Samarqand, Antep degan shahar bor Turkiyada. Qo'shma korxona bo'lgan, oldin boshlanganda. Keyinchalik уже bitta korxonaga aylanishgan. Buni o'zgartirishimiz kerak degan, chunki turklar chiqib ketgan, bizda faqatgina bu Samarqand bor. O'zbek nimasi bo'lmasa, bo'ldi Samarqand gilamlari deymiz. Qaysi brend qoldiramiz? Sak degan nimani qoldiramiz degan, bo'ldi deganmiz. Hamma Samantep degan narsani olib tashlaganmiz. Sak degan logotipni qaytadan tiklaganmiz va hamma joyda faqat sak bo'ladi deganmiz. Va bunga yarasha biz
kommunikatsion strategiya ham qilganmiz. Kommunikatsion strategiya qilishdan oldin biz tadqiqot o'tkazganmiz. Yana hali marketing tadqiqot agentligini yollaganmiz va odamlar gilam tanlaganda nimalarga e'tibor berishi, qayerdan sotib olishi, qachon sotib olishi va hokazo shu kabi detalni shu savollarni berib, o'rganib, uni asosida marketing strategiyasini shakllantirganmiz. Marketing strategiyasini shakllantirib, uni kommunikatsiya qilishimiz kerak. Kommunikatsion strategiyani shakllantirish uchun alohida bir agentlik tanlaganmiz. U paytda 605 yo'q edi. Boshqa xalqaro GeForce degan agentlik bor edi. Ularni tanlaganmiz, tender qilib, ular bizga kommunikatsion bir strategiyani yaratib, roliklar olganmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab billboardlar qo'yilgan, har xil o'zini hali instrumentlarni ishlatib, katta kommunikatsion kompaniya bo'lgan. U paytgacha bironta gilam ishlab chiqaruvchi, aynan bu soha bo'yicha hech kim katta kommunikatsion kompaniya qilmagan. Siz o'zingizni brendingizni butun respublikaga tanitish bo'yicha qilinadigan ishlarni to'plami. Shunday desak bo'ladi. O'zbekistondagi bir katta ilg'or bir kompaniyalardan biri bu o'sha sut mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha Pure Milky. Samarqandda Siyob Holding bor. Ular bilan bir nechta loyihamiz bo'lgan. Sut mahsulotlaridan tashqari ularda avtomobillarga ballonlar, shinalar sotishadi. Ular O'zbekistonda shu yo'nalish bo'yicha lider hisoblanadi. Bir eng katta kompaniyalardan biri. Bu alohida proyekt. Sut mahsulotlari bo'yicha ham bular O'zbekistonda eng kattasi. Bilmayman, bir 8,000, 10,000 ga yaqin sigiri bor. Germaniyadan, Gollandiyadan kelgan sigirlar va kuniga 100 tonnadan ortiq sut chiqarishadi. Buncha sut hech kim chiqarmaydi. Biz savdo strategiyasi bo'yicha ishlaganmiz. Qanday qilib savdoni ko'tarsak bo'ladi degan savol. Ko'pincha mana shunaqa korxonalarda savdoni ko'tarish uchun ko'pchilik reklama qilib beringlar deydi. Tushunyapsizmi? Qayerda sotasiz? Do'konlarda. Nechta do'konda borsiz? Aytaylik, 10,000 ta do'kon bor, 10,000 ta do'konni 2,000 ta do'konda bormi xolos? Qarang, 8,000 ta do'kon turibdi. Siz hech bo'lmasa 10,000 tadan 6-7 mingtaga kirishingiz kerak. Bu distributsiya strategiyani to'g'rilang. U reklamadan oldin. Chunki reklama qilyapsiz misol uchun men sizga mahsulot haqida ma'lumot beryapman, lekin siz do'konga kiryapsiz, do'konda mahsulot yo'q. Bo'ldi. Haligi sizni do'konga olib kirish xarajatim bor-ku, u o'ta qimmat siyosiy. U qimmat bo'ladi. Nimaga qimmat bo'ladi? Chunki sizni olib kiryapman do'konga, do'konda mahsulot yo'q. Biz distributsiyani to'g'irlab va shu orqali ko'proq do'konlarga kirish imkoniga ega bo'ldik. Yangi xodimlar olindi, qaysidir xodimlarga yangi lavozimlar paydo bo'ldi. Instrumentlar o'zgardi, ya'ni tahlil instrumentlari o'zgardi. Yana bitta kattaroq loyiha bu ularni kommunikatsion kompaniyasini 605 agentvamiz qilib bergan. U yerda brendni bozorga, ommaga birinchi bo'lib olib chiqqanmiz. Ungacha chiqmagan. Yani ungacha mana Pure Milky katta kommunikatsion kompaniya qilmagan. Bozor tadqiqot qilingan, u yerda ham обязательно tadqiqot qilganmiz. Pure Milky bu sog'lom hayot uchun degan slogan bor. Keyin biz o'zgartirganmiz uni tabiiy hayot ta'miga. Chunki sut har doim ham sog'liq haqida emas. Hozir tendensiya bor chet elda. Aynan sigir suti bu hammaga ham sog'lig'iga foydali emas. Ba'zilarga oshqozon ichak nimasi ko'tarmaydi buni. Laktozani ko'tarmaydi. O'shaning uchun sog'liq haqida emas, bu tabiiylik haqida deb o'zgartirganmiz. Fermamizdan dasturxoningizgacha degan bir g'oyani kreativda olib chiqishgan nimalar. Otabeylar 605 agentvasi. Upakovkalar o'zgargan, upakovkalarning qaytadan chizilgan, hamma narsa bu katta bir ish qilingan. Va butun respublika bo'ylab mana shu narsani mana shu g'oya singdirilib, sekin-asta mana shu haligacha bu narsa ketyapti. Hozir ham yo'llarda ko'rishingiz mumkin. Fermamizdan
dasturxoningizgacha degan bir bitta qo'lda fermer aytaylik qatiqni, qaymoqni yoki qaysidir sut mahsulotini beradi, u yoqdan yo qaysidir bir ayol yoki erkak yoki bola olayotgan bo'ladida. Ko'rsatuvimizni yakuniy qismida ilmga bog'lab savol bermoqchiman. O'sha tadbirkorlarni ustozini o'zi ham ilm olib turadimi? Ya'ni masalasi sahifangizda ketyapti. Albatta, men ham har doim o'zim ustimda ishlashim kerak, o'rganishim kerak. Da kitoblar bor, kitob o'qiymiz. YouTube borda podkastlar ko'ramiz. O'zimga qiziq bo'lgan yo'nalishlar bor. Aytaylik, misol uchun sun'iy intellekt bormi? Sun'iy intellekt bo'yicha qaysidir kurslar sotib oldim. Marketing bo'yicha qaysidir mutaxassis bor, uni kurslarini sotib oldim. O'qib ko'rish uchun, yangiliklarni olish uchun pulli, podpiskali bir nimalar bor, nima deydi, platformalar. Ularga a'zo bo'laman. Qayerdadir yangiliklar o'qib turish kerak. U yerga nima bo'laman, a'zo bo'laman. Обязательно mana siz aytaylik restoranga borish uchun qanchadir pul sarflaysiz, kiyim olish uchun qanchadir pul sarflaysiz, to'g'rimi? Chunki ehtiyojingiz bor, yeyishda ehtiyojingiz bor, kiyinishda ehtiyojingiz bor, sport zalga borasiz, qanaqadir sayohat yoki qayerda. Endi sizni eng muhim bo'lgan nimangiz bor? Ehtiyojingiz bor, ilmga bo'lgan ehtiyojingiz bor. Nima uchun o'sha ilmga bo'lgan ehtiyojingizga siz pul sarflamaysiz? Tushunamizmi? Bu eng muhimi. Kiyinishga sarflaysiz, erinmaysiz, qizg'anmaysiz, oziq-ovqatga sarflaysiz, biznesingizni rivojlantirishga, sizda yangi ilm olishga ehtiyojingiz bor. Qo'shimcha kitob olishga og'rinasiz. Treningga borishga og'rinasiz yoki mayli treningga bormang, qaysidir onlayn chet eldan, o'zbeklardan sotib olmang, chet eldan qaysidir kurslarni sotib olishga og'rinasiz. Ilmga ham pul beradimi? Dedi, konsertga pul bersam bo'ladi, restoranga pul bersam bo'ladi. Beradi ular. Va bunga berib bo'lmaydi deydi. Mana shu yondashuv o'zgarmagangacha rivojlanmaydi-da inson. O'zi raqobat rivojlanib yotibdi. O'zi hali ilm olib, yangi qaysidir uslublarni o'rganib, harakat qilsangiz ham ulgurib qolishingiz qiyin. Qilishga ulgurmasangiz yana yangi chiqib kelyapti. O'zi qiyin. Bir amallaymiz. Siz amallash uchun harakat qilish kerak. Siz sababini qiling, ilm oling, harakat qiling. Ana ichidan ko'rinishi. Misol uchun bitta ichiga har xil suti, kofe, metga kofe qo'yiladi, shokolad qo'yiladi. Bu kelgan apparatga tushib, bu yerda nastroykalarda tanlanganda tushadi. Har xil turlari, bu bitta turi, bu boshqacha turi. Kofeni ta'mini belgilash uchun biz Rossiyadan eng zo'r baristani chaqirdik. Rossiyalik baristani, o'sha qaysidir chempionati bo'lar ekan, o'sha kofe damlash bo'yicha o'sha nomer 1 baristani chaqirdik. U keldi. Biz aytdikki, kofe biznes ochmoqchimiz. O'sha apparat bor. Bizda menyu tayyorlab bergin dedik. Aytdi, bo'pti, tayyorlab beramiz. Qanday tayyorlaymiz? Qaysi eng zo'r kofe? Zo'r kofe nima desangiz javob yo'q. U aytayapti, men baristaman deyapti, men chempionman deyapti, men bilmayman deyapti. Chunki menga zo'r bo'lgan kofe sen ichmasliging mumkin deyapti. Chunki meni ta'mim boshqa, seni ta'ming boshqa. Tadqiqot o'tkazaman dedi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda ham tadqiqot. U nima qildi? Toshkentdagi eng zo'r kafeniyalarga kirdi, hammasiga 5 ta 6 ta kafeniyani oldi, city bo'ylarida kirdi. Americano ber deyapti, olyapti, ichyapti, ozgina ichib ko'radi. Okay. Cappuccino berdi, cappuccino, latte ber deyapti, ichyapti, espresso ber, ichyapti, hammasini qilib yozyapti, kuzatuvlarni qilyapti. Bo'ldi, rahmat deb chiqib ketyapti. Shu 5-6 tasini aylandi, 1-2 kun sarfladi, keyin oxiri o'tirdida aytdiki, men tushundim dedi. O'zbeklar, O'zbekistonliklar, Toshkentliklar, danim случай, qaysi ta'mdagi cappuccino ichishini, qaysi ta'mdagi americano ichishini, hammasini tushundim. Endi o'shanga yarasha menyu tayyorlab beraman dedi. U apparatni tushunadigan boshqa bir maxsus mutaxassis, texnik mutaxassis. U to'g'rilab beradi, bu aytadi, unda ichib ko'radi, kofeni ko'paytir deydi. Suvni kamaytir, uni qil, buni qil, buni qil deb turib, oxiri bir 15 xil mahsulot chiqdi. Misol uchun ice coffeeda boshqa, unda boshqa, bunda boshqa. Hammasini qildik. Oxiri bizda mana ideal bir nima chiqdi.
hozir damlab beramiz, bir ichib ko'rasizlar. Savol, o'sha Rossiyadagi chempion baristani kelib, bu yerda retsept tayyorlab berish xizmati qanchaga tushdi? Endi u o'sha har kuniga qanchadir pul oldi? Menimcha o'sha paytda $500 mi oldi kuniga. No, uni yeb ichishi, yotishi, bileti, boshqasi menimcha bir o'sha paytda bir $2-3 ming tushdi. $2-3 ming. Menimcha bunaqa STV kattaroq kompaniya biznesni yo'lga qo'yish uchun menimcha yaxshi narx. Endi bu hamma narsa narx, qimmat, arzonligi siz nima olishingizga bog'liq. Agar siz bitta tochka ochmoqchi bo'lsangiz, sizga qimmat. Lekin biz 200 ta tochka ochmoqchimiz, bizga arzon. Tushunyapsiz? Shuni aytmoqchi edim. Arzon deyolmay turdim. Bittadan hozir kofe damlaymiz. Arxan? Asabiylik ishlaydimi bu yerda? Agar kofeni yaxshi ichmagan bo'lsa, u kelib ertalardan bir normal trenirovka qilib oladi. Ishxonamizga bitta o'tirib qo'ysak bo'lar ekan. Bu to'lov qilmagan mijozlarda eslaysiz. Qaranglar, agar ice coffee olmoqchi bo'lsangiz, men yerda tanlaysiz. Холодный latte, Qo'shim kerak. холодный americano bor, cappuccino bor. Endi bular hozir testoviy nimasiga kirishyapti hozir. Odatda to'lashingiz kerak. Sizlarga hozir bepul. Biz bepul foydalanyapmiz o'rtoqlar. Biz hurmatimiz bor ekan, bepulgachamiz. Lekin siz olmoqchi bo'lsangiz to'lovni qilasiz. Da, холодный latte. Meni shakarlari ham tayyor turibdi. Shakar ham juda barakali solingan ekan. Voy, ini zo'r bo'ldi. Endi super bo'ldi. Qo'shish kerak ekanda. Mana qarang. Har kuni kelishadi, har kuni kelgandan keyin bular kofeni, misol uchun kofe chiqqandan keyin musor yig'iladi. Mana shu oralarida, mana shu trubkalari bor. Mana shu orasidan tozalash kerak-da. Mana hozir buni toza turibdi-da. Mana buni ichida mana musor, suv yig'iladi. Buni to'kadi. Oradagi har xil changlarni artadi. O'shaning uchun bu toza turibdi. Har kuni tozalangani uchun. Agar bunga e'tibor bermay qo'ysangiz, oxir bu oziq-ovqat bilan ishlaymiz-ku. Bu talabga javob bermay qoladi. Kimdir tam Xudo ko'rsatmasin, mana zaharlanishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun har kuni tozalanib, sizlarni guvohliklarni ostida ochdik, rostdan ham ishlari toza turibdi. Sut bor, kakao bor, shakar bor, ko'ryapsiz? Bu yerda kofe baki bor. Tagida suv bor. Suv qo'yilgan. Bu yerda muz, agar suv tugab qolsa, muz chiqmay qoladi. Tushunasizmi? Hamma narsa bog'langan. Buni har kuni tekshirmasa yurmaydi-da bu biznes. Konsalting yo'nalishida men boshida kelganimizda bizda yaqin akamiz bor, Ulug'bek Hojiahmedov. Ular bilan birgalikda konsalting xizmatlariga kirishganmiz, konsalting qilganmiz. Ularda Compass Consulting degan kompaniyasi bor. Ko'p kompaniyalarga kirib, mana Saggilamlari, Ermay, o'sha yerlarda boshlaganmiz. Ko'p narsani o'rgandim. Va qaysidir payt kelgan, men o'zimni yo'nalishim bo'yicha sal chuqurroq kiraman deb alohida chiqqanman, alohida kompaniya ochganman. Business Navigator Consulting. Mana konsalting bilan shug'ullanganman va meni ko'proq fokusim o'sha marketing va savdo strategiyasi bo'lgan. Chunki o'sha yo'nalish bo'yicha men kuchliroq edim va men o'sha yo'nalish menga qiziqroq edi. Ba'zi bizneslarda shunaqa bo'lganki, konsaltingga murojaat qilgan odam aka birgalikda biznes qilmaymizmi deb takliflar ko'p chiqaradi. Ba'zilar bilan mayda birga qilamiz deganman. Misol uchun o'sha Azbi Coffee shunaqa qilib boshlangan. Bitta mijozimiz, men kofe biznes ochmoqchiman, strategik masalalarda, marketing, savdo masalalarida ba'zida tushunmay qolishim mumkin. Operatsion boshqaruvda yaxshiman, siz yo'nalish berib turing, birgalikda qilaylik degan. Deganman. Menga ham to'g'ri keladi, operatsionga yoqtirmayman men. Yo'nalish ko'rsatish bo'yicha men o'zim yoqtirgan soham degan. Birlashganmiz. Marketing bo'yicha, savdo bo'yicha juda ko'p maslahatlar berganimdan keyin korxonalar kelar edi. Marketing bo'yicha qanaqadir xizmatlar ko'rsating deb kelardi. Aytardim, men marketolog emasman derdim. Siz marketing bo'yicha maslahat berasiz? Yo'q, men strategiya bo'yicha beraman degan. Marketingda reklama qilib bering derdi. Yoki SMM qilib bering. Men tushunmayman, baraka topib derdim. Keyin ha deb kelishaverardi bari. To'xta deganman. Keyin o'sha paytda bir yaqin shogirdimiz Otabek degan yigit birgalikda bitta ikkita loyiha qilganmiz. Keyin u ham murojaat qilgan, "Aziz aka, birgalikda bir agentство qilsak, men yurg'izaman, chunki men kreativni, reklamani zo'r bilaman, lekin strategiyani uncha bilmayman. Biznesni,
o'ngga chapga bo'lsa ketib qolaveraman. Mani bunday, aqa yurmagan, baqa yurmagan, naytga qarab ketgan. Uzoq muddatli strategiyani belgilashda, qanaqadir strategik qarorlar berishda yo'nalish berib turuvchi bir inson bo'lmasa, rivojlantirishim qiyin. Biznesda rivojlantirish ilmim yo'q, lekin biznesda ichida yuraveraman. Bo'ldi, dava birgalikda deb turib, shu tariqa bizda 605 agentство tashkil topgan. Chunki menga klientlar tinmasdan keladi. Men ularni ushlab qola olmayman. Menga ushlab qolsam, ular bilan ishlaydigan odam kerak. Как раз taки Otabek shunaqa odam. 605 agentство paydo bo'lgan. Bundan tashqari yana bitta ikkita shunaqa bizneslar paydo bo'lgan. Ularda men kiraman, konsultantman, maslahatchiman, strategik advisor deydi. O'sha strategik maslahatchi bo'lib, do'laga kirib, o'sha yerda как ulujdor bo'lib, hali ta'sischilardan biri bo'lib, mana shunday bir hozir 2-3 ta shunaqa kompaniyam bor. Va hozir o'zingizga nima qiziq deydigan bo'lsangiz, menga ko'proq impact deydi. Ingliz tilida impact deganda ta'sir. Ta'sir doirasi kattaroq bo'lgan qaysi soha desangiz, har qanday biznesmenni dunyoqarashi o'zgarsa, biznesga bo'lgan qarashi, fikrlashi, buni ingliz tilida business mindset deydi. Miyani shakllantirishida. Shu business mindsetini o'zgarishiga ta'sir qila olsa, bundan bu yog'iga biznes o'zgarib ketadi u odamni. Unga bitta strategiyani yasab berish yoki bitta instrument berishdan ko'ra, uni fikrlashini o'zgarishiga ta'sir qila olsa, keyinchalik biznesini rivojlanishda juda katta hissa qo'shgan bo'laman deb o'ylayman. O'shaning uchun ham professional ta'lim menga qiziqroq hozirgi kunda. Nega aynan bu biznesda asoschilardan biri bo'ldingiz? Vaqtingizni, sarmoyangizni tikdingiz bunga? Nimalar ko'zlangan? Mana qarang, birinchi o'rinda aytib o'tganda, ya'ni odatiy biznesga kim yaxshiroq emasmidi? O'zim kofeni yaxshi ko'raman. Birinchi, ko'p o'zim tushunaman, yaxshi ko'raman. O'shaning uchun menga qiziq bo'lgan. Bu bir. Ikkinchidan, bu yerda men asosan mani vazifam, mana qaysi loyiha bilan 605 ga kirdik, u yerda strategiya bo'yicha men maslahat beraman. Asosiy operatsionkada emasman. Operatsionkada Otabek. Otabekda hamma ma'lumot. Bu yerda operatsionkada boshqa odam. Bu yerda ham operatsionka sizda emas. Men yo'qman. Men bu yerda ko'proq strategik maslahatlar bo'yicha. Misol uchun, kengayishimiz, mana aytyapsiz, Jizzaxda ochaylikmi, ochmaylikmi desa, men bilan maslahatlashadi. Ha yoki yo'q. Franshizaga chiqamizmi, chiqmaymizmi? Ha yoki yo'q. Narxi qanaqa bo'ladi? Brend qanaqa bo'lishi kerak? Qanaqa kommunikatsiyalar qilamiz? Bular bo'yicha maslahat beraman, o'zimni nimam. Har kunlik keldi-ketdi, hisob-kitob, qaysi marshrutga bordi, bunga alohida SEO tayyorlaganmiz. Ya'ni boshqaruvchi bor bu yerda. Boshqaruvchi bu mana shu biznesni polniy boshqaradi. Aytganimdek, 25 ga yaqin odam ishlaydi bu yerda. Alohida skladi bor. Bu yerda ofisga kirdik hozir. Boshqa bir 4-5 kilometr narida katta sklad bor. Bu yerda polniy kofe turadi, boshqa bo'ladi. Bir oyda biz 1 tonnadan oshiq kofe ishlatamiz. Tushunyapsizmi? Ko'p kafeynalar buncha kofe ishlatmaydi. Mana bizda agar hisoblasak, bir 70-80 ming chashka kofe sotiladi bir oyda. Bu ko'p-da. Bu umumiy olganda ko'p, lekin biz uchun hozircha oz. Buni ko'paytirmoqchimiz. Hozircha 250 ta tochkamiz bor. Nechta ochasiz? Qancha ko'tarsa shuncha ochamiz. Kerak bo'lsa 1000 ta ochamiz. Yil oxiriga reja bor, 2026. Yilni oxirigacha bizda hozir ko'proq tochkalar soni emas, har bitta tochkaga stakanlar soni qo'yilgan. Va franshizaga o'tganmiz. Hozir agar kimdir, misol uchun, men o'zimga qo'ymoqchiman, o'zim biznes qilmoqchiman desa, bunaqa apparatlarni biz qo'yib beramiz. Ular sotib oladi. Biz uni yurg'izib berishda yordam beramiz, trening qilamiz, kofe bilan ta'minlab beramiz, reklamasini qilib beramiz. Biz hozir maxsus ERP tizim qo'yyapmiz bu yerga. Odo degan belgiyskiy kompaniyani ERP tizimini qo'yyapmiz. Shu joyni o'zida ham ta'lim berib ketishimiz mumkin. U qanaqa tizim? Bu yerda o'tirib biz
qaysi apparat qaysi kofeni qancha qachon kimga sotganini bilib turamiz. Skladda qancha kofemiz bor, qancha stakan bor, qancha tushum keldi. Hamma narsani birlashtiradigan bitta yagona tizim kerak bizga. Buni ERP tizimi deymiz. Tushunyapsiz? Bu yerda bu savdoni olyapti, zakupni olyapmiz, moliyani olyapmiz, hammasini birlashtiryapmiz bitta uchot tizimi. Hisob kitoblarda olib boradigan bitta yagona tizim ERP tizim deyiladi. Bu ERP tizimini hozir endi qo'yapmiz. Oldin oddiyroq Excelda olib borardik. Hozir endi ko'paygan sari biz hozir o'sha Odoo degan tizim bor. O'sha Belgiyanikini, o'shani qo'yyapmiz. Maxsus priложение chiqaryapmiz. Siz nimada mobil telefon orqali shunday kelasizda, nechta chashka, biz aytaylik 5 ta 6 ta chashkadan keyin bizda bu yerda bir 9 ta chashka dedik. 9 ta 10 ta chashka olganingizdan keyin bitta chashka bepul olasiz. Da, u yerda sodiqlik kartasi ekanda. Bu sodiqlik dasturi deyiladi buni va siz qayerda tochka borligini shunday aniqlaysiz. Borib, o'sha tochkada yana kofeni sotib olasiz. Xullas, qulayliklar bo'ladi. Va shu narsani agar siz franshiza sotib oladigan bo'lsangiz, siz ham shunga dostуп olasiz. Bu приложениyani o'zini ishlab chiqarishga kam $20,000 sarflaydi. Bu приложение, tushunyapsizmi? Siz o'zingiz qilaman desangiz qimmatga tushadi. Biz bilan ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha приложениyaga как бы dostуп olgan bo'ladi. Aytdikki, mana 2016-yilda yoki undan avvalroq bozorga kirib kelganlar nisbatan katta ustunlikka ega, endi kirmoqchi bo'lganlarga nisbatan. To'g'ri. Endi kirish qiyinlashib boraveradi deb aytamiz. Tasavvur qilaylik, ancha oldin kirib kelgan, 20 yil oldin bozorga kirib kelgan, eng yuqori darajada sotuvlarni qilgan, ular ham bozordan chiqib ketish ehtimoli bormi? Конечно, da. Qaysi nimani oqibatida bo'ladi bular? Mana qarang. Yangi kirib kelgan brendlarga yutqizib qo'yish nimani oqibatida paydo bo'ladi? Har xil. Mana misol uchun Amerikada katta Sears degan kompaniya bo'lgan. Men o'tgan yili Amerikaga borganimda, u yerda bitta katta bo'shliq turibdi. Mana shu joyda ko'ryapsizmi dedi. Katta bo'shliq, qurilish texnikalari turibdi. Mana shu yerda dedi juda katta bino bor edi dedi. Sears degan kompaniyani ofisi bor edi dedi. Mana shu yerda. Hozir buzilib ketdi dedi. Chikagoda juda katta nima tower, nimada bashня bor edi. O'sha yerda ofisi bor edi dedi. O'sha yerdan ham ko'chib ketdi. Sekin-sekin yo'qolib ketdi dedi. Sears qanaqa kompaniya edi? U butun Amerikadagi nomer 1 retailer edi. Tushunyapsizmi? Nomer 1 retail, hali Walmartga o'xshagan bir katta bizdagi Korzinka deylik. O'ylayapsizmi? Korzinka yo'qolib ketdi degandek gapda. Ito Korzinka u Sears darajasiga chiqqan yo'q, u Sears o'ta katta edi. Nomer 1 retailer nimaga yo'qolib ketdi desangiz, ular mana Amazon chiqdi, qanaqadir o'zgarishlar onlaynga o'tib ketdi. Ular o'sha customer experience-ni o'zgartirmadi, servisini o'zgartirmadi. Qaysidir joyda bozorni o'zgarishiga moslashmadi. Tushunyapsizmi? Moslashmaganning evaziga sekin-sekin asta bozordan chiqib ketdi. Ko'p sabablar. Qaysidir joyda moliyaviy qiyinchiliklarga uchrab qoldi. Iloji yo'q, bitta ikkita filialni yopdi. Keyin boshqa mana shu ulanib ketib qoldi. Milliardniy kompaniya bozordan chiqib ketdi. Nokia xuddi shunaqa bo'lgan. Tushunyapsizmi? Chiqib ketishi mumkinmi desa, конечно, chiqib ketishi mumkin. Любой kompaniya chiqib ketishi mumkin. Mana Korzinka hamma joyda supermarketlar ochilyapti. Buzilib ketishi mumkin? Конечно, mumkin. Kim buzib yuborishi mumkinsa, Korzinka Go buzib yuborishi mumkin. O'zini kompaniyasi onlayn. Hamma onlaynga o'tib ketib, sekin hozir ko'payish o'rniga sekin kamayib ketishi ham mumkin. Chunki hozir onlayn o'ta rivojlanib ketyapti. Doimiy trendlarga qarab turib, strategiyangizni to'g'rilashingiz kerak, biznes modelingizni o'zgartirishingiz kerak. Uning uchun sizda biznes tushunchalar doimiy yangilanib turishi kerak. Agar bunaqa bo'lmasangiz, siz tadbirkorlikda mana bitta narsani qilib qo'ydim, bo'ldi, bu yog'i endi 50 yil ishlaydi desangiz, bo'lmaydi bunaqa. Mazza qilib sohilda dam olaman. Bo'lmaydi. O'zi kelib turasiz. Hech qachon bo'lmaydi bunaqa. Bu ham bitta loyihamizdan biri Kardinar. Avtochixollar ishlab chiqarishadi. Avtomobilga nafaqat chixollar, har xil aksessuarlar, poliklar, har xil boshqa narsalar ko'p sohaga kirishgan hozir. Bular bilan 2019-yildan beri ishlaymiz. Qancha 7 yil bo'lyapti. 7, даже 18 oxirida bir tanishganmiz. U paytda Kardinar degan nima brendi ham yo'q. Kardinal edi, keyin o'zgartirganmiz. Kardinal bo'lgan, keyin Kardinar qilganmiz. Bu kardinalda
bunaqa avtomobil chexollari ham yoki naketkalari ham emas edimi, boshqa yo'nalishda edi deyapsiz. 2019-2018 oxiri qanaqa vaziyat bo'lgan o'sha haqida ham ko'proq batafsil ma'lumot u bersangiz. paytda ko'proq avtomobillarga chexol ishlab chiqaruvchilar uchun material olib kelib, uni laminatsiya qilib, o'sha laminatsiyani nimalarga sotishardi. Demak, xomashyo sotishgan faqat. Xomashyo ko'proq sotiladi. Keyin o'sha chexol chiqarishni boshladi. Bu yoqdagi o'rningiz qanaqa bo'ldi endi? U yerda biz nima qildik? Mana chexol, mana laminatsiyani ko'rsating. Mana material yopishiladi va buni laminatsiya deyiladi. Va buni mana shu laminatsiyadan o'tgan materialni keyin chexol qilinadi undan. Hozir bu yerda bitta mana shu obrazetslarni ko'rsangiz bo'ladi. Mana shunaqa nimalarni olishadi, shu porolonga yopishadi, mana yopishilgan, ko'ryapsiz? Ustiga material yopishgan. Keyin buni chexol ishlab chiqaruvchilar olib turib, bundan chexol qilishadi. Shu yo'nalishda bular absolyut lider bo'lgan o'sha paytda. Xomashyo yetkazib berish bo'yicha. Bir 70% bozorni egallashgan. Bu ketish bo'lsa, bu yaxshi, lekin oson kopiya qilinadi-da, brend qurish qiyin, xomashyo chunki. Biz tezroq brend qurishimiz kerak. Brendni nimada qilamiz? Yakuniy mahsulot. В общем, katta ishlab chiqarish maydoni ekan u yo'q. Yangi yo'nalishga o'tildida, tikish kerak. Oldin tikuvchilar bo'lmagan. Tikuvchilar olindi, stanoklar olindi, полностью standartlar shakllandi. Agar standart bo'lmasa, bu yo'nalishda juda qiyin. Tikuvchilikda именно detallari ko'p-da. Laminatsiyada detali kamida. Bu yerda detali ko'p. Narigi tsexida nima qildik? Mana shu narsani aytaylik, bu torpedkaniki. Nima torpedkaniki? Endi qarang. Mana shuni bular kesishda qanday qilinadi? Kesganda mana shu sloy olib boriladi-da. Aytaylik bir 20 sloy, 30 sloy. Endi buni oddiy ishlab chiqaruvchilar nima qiladi desangiz, ular qo'lda mana shuni kesadi. To'g'rimi? Qo'lda kesganda nima bo'ladi? Siz agar qog'ozda olib turib bir nechta sloy qilib turib, bunday qaychida kesganingizda nima bo'ladi? Birinchi bilan oxirgi bir necha millimetr farq qilib qoladi. To'g'ri? Bunday kesiladi. Bunday kesiladi, qiya bo'lib qoladi. O'shaning uchun ham ko'p chexolchilarda mana shu qiya bo'lgani uchun bu aytaylik bu yerdagi komponent bilan bu yerdagi komponentni ulaganda zo'r shakl chiqmaydi. Bu yerga nima qildik? Bu yerda biz maxsus оборудование olib keldik. Bu ham boyagi hisob-kitoblar asosida-da. Yana bitta misol aytay, Westminsterda dars berganimda juda ko'p har xil keyslarni o'rgatardim. Angliyada ko'rgan keyslarni aytardim. Keyin bir ko'chada bitta shogirdimni ko'rib qolganman. Toshkentdagi bitta katta reklamniy agentство ochgan. Zo'r, bitta haqiqatan yaxshi reklamni O'zbekiston Toshkentdagi top agentstvalardan biri. Bitta kafeyniyada uchrashib qolganmiz. Gaplashib ancha yil o'tib ketdi. Aziz aka dedi, shunaqa agentstvo ochdim, boshqa zo'r bo'pti, tabriklayman. Hozir shuncha odam ishlaydi menda. Mana bu proyektlarni qildik. Zo'r bo'ldi dedi. Zo'r, tabriklayman dedi. Bilasizmi nimaga ochdim agentstvoni? Nimaga ochdingiz? Sizdami dedi, siz bizga marketing kommunikatsiyalari darsida seminar o'tgansiz dedi. O'sha seminarda agentstvalar qanday ishlashi, agentstvalarda strategiyalari, agenstvaning rivojlanish yo'li, shular haqida keysni razbor qilib ko'rsatib bergansiz. O'shanda rosa ruhlanib ketganman-da, men agentlik ochaman deganman. O'qishni bitirib, astoydil agentlik ochib, shu tariqa men biznesga kirishib, tadbirkor bo'lib ketdim. Va mana shu universitet doirasida nimani o'rgangansan deysa menga, o'sha sizni seminaringizda aytaman. Bizni har bitta chiqishimiz, har bitta gapirishimiz, biron bir treningda gapirishimiz, qaysidir shogirdimizga bunaqa qilmagan, bundoq qilgan, mana buni bundoq qiladi deb turib qaysidir hikoya gapirib berishimiz, qaysidir keyslarni gapirib berishimiz uni hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Tushunyapsizmi? Qanchalik mas'uliyat bor-da sizda, har birimizda. Va men o'yladim, agar shunchalik ta'sir kuchi bo'lsa bizda, bu juda katta mas'uliyat. Tushunyapsiz? Har bitta o'tgan treningimda mana shu vaqtgacha bir 500 dan ortiq tadbirkorlarga trening berdim.
Nisbatan yaqinda kirdim trening bozoriga. 1000 dan ortiq bolalarga, talabalarga umuman dars berganman, trening qilganman. Shuncha tadbirkorni fikrlashi o'zgarishiga, uni biznesi rivojlanishiga qanaqadir hissa qo'shganman. Mana shu hissiyot qo'shimcha bir motivatsiya beradi, qo'shimcha ilhom beradi. To'xtab tur, bekorga qilmayapmiz bu narsani. Agar bitta tadbirkorni fikrlashini o'zgartira olsam, unda mana koordinarga borganimizda ham aytishdi, bir boshli boshlaganimizda bir 20 ta odam. Hozir 200 ta odam bo'ldi. Xudo xohlasa dalcha ishlasak 2000 ta bo'ladi. Tushunyapsizmi? 20 ta odam bo'lsa, ishlasa, 20 ta odam bu 20 ta xonadonda qozon qaynayapti degan. Endi 200 ta xonadonda qozon qaynayapti. O'sha qozoni qaynashiga hissa qo'shyapmiz. Bitta bola o'sha yerda ishlayapti, pul topyapti, uyga boryapti, u Rossiyaga ketmayapti. Qayerdadir urushlarga qo'shilib ketmayapti. Mana shu O'zbekistonda qozonni qaynatib, bolalarni tarbiya qilib, hani ota-ona sifatida, ota sifatida O'zbekistonda bolalariga tarbiya beryapti. Aytaylik, chet elga ketib qolmayapti. Da, va plus O'zbekistonda rivojlanishiga ham hissa qo'shyapti. O'sha bola mana shu yerda ishlashiga oz bo'lsa-da hissa qo'shdimmi desa, qo'shdim desa, bo'ldi. O'shaning uchun men o'zimning missiyamni bajardim deyman. Tushunyapsiz? Dalshi nima qilmoqchisiz desa, hozir men 100 ta tadbirkorga konsalting bergan bo'lsam, 1000 tasiga beraman. 500 tasiga trening bergan bo'lsam, 10,000 tasiga bermoqchiman. Nimaga desa, aynan o'shalar O'zbekistonda turib fikrlashi, biznesni yuritish darajasi, biznesini darajasi bu yerda bo'lsa, mana bu yerga chiqishida sal bo'lsa-da hissa qo'shsam, men uchun mana shu tafovut, pozitiv tafovut men uchun qanaqadir zaxira bo'lsin deb. Men ertaga nima qilding hayotingda desa, men mana shu odamlarni fikrlashini o'zgarishiga qanaqadir hissa qo'shdim. Ularni oilasini yaxshilanishida, davlatimiz yaxshilanishida, ular bolalariga yaxshiroq tarbiya bera oldi, chunki bu yerda yashadi, oylik oldi, yaxshi maktabga jo'natdi va shu holatiga sal bo'lsa-da hissa qo'shdim deyish uchun harakat qilyapmiz. Tushunyapsizmi? Boshqa nima kerak? Bizni tomosha qilayotgan tadbirkorlarga 3 ta kitob tavsiya qiling, 3 ta muammoni hal qiladigan. Men Stephen Covey degan avtor bor. O'ta muvaffaqiyatli insonlarning 7 ta bir ko'nikmalari degan kitob bor. O'shani hammaga tavsiya qilaman. Odatda o'qisangiz juda ko'pchilik maza qiladi. Chunki dunyo qarashini, fikrlashini o'zgartirishga muhim kitob. Siz birinchi nimani o'zgartirasiz? Dunyo qarashingizni, mindsetni o'zgartirish kerak. Mindsetni o'zgartirmasdan turib, biznesga umuman kirib bo'lmaydi. Yo'q, menga marketing yetishmovchiligim bor. Nimani o'rganay desa, klassikadan boshlang deyman. Philip Kotlerni marketingni asoslari degan kitob bor. O'shani eng oxirgi izdaniyasini olingda, o'qib chiqing. Servis bo'yicha nima bor? Butun umrli mijozlar degan kitob bor. O'shani o'qing. U imенно servis bo'yicha zo'r yoritilgan. Menga sal chuqurroq bo'lgan strategiyani o'rganish qiziq deydigan bo'lsangiz, unda men aytishim mumkin sizga Innovatorlar dilemmasi degan kitob bor. Imенно hozirgi zamonaviy SEOlar, boshqaruvchilar yangilik qilishdan nima to'xtatishi, bozor qanday qilib rivojlanishi va mana shu bozordagi tendensiyalar qanday qilib ichki boshqaruv tizimlarga ta'sir qilishi haqida juda chuqur ko'rib chiqilgan. Psixologiya haqida, bozorda qanday qilib mijozlar fikrlaydi, ularning fikrlashi qanday shakllanadi, uni qanday qilib boshqarsam bo'ladi, siz juda chuqurroq kitoblar keladi. Tushunyapsizmi? Yo'q, menga o'shanaqa chuqurroq kitoblar kerak desa, unda Kahneman degan avtor bor. Uni Think Fast, Act Slow degan, думай быстро, решай медленно. O'zbekchasi bormi yo'qmi bilmadim. O'shani o'qing. Da, u ham, lekin u qiyinroq kitob o'sha. Lekin bitta universal tavsiyam bor. Просто o'qishni boshlang.
Nimani boshlaysiz? Prosta boshlang. Любой kitobni olingda boshlang. Kattakon rahmat. Bugungi kuningizni to'liq biz oldik. Rozi bo'lasiz. Mana zo'r suhbat bo'ldi. Mana maza qildim. Katta rahmat. Bugungi gapirgan gaplarimiz, aytilgan fikrlar, mulohazalar hammasi samimiy, xudo xolasa gapirdik. Agar kimgadir mana shu suhbatdan qanaqadir manfaat topadigan bo'lsa, qanaqadir foyda bo'ladigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz, chunki boshida aytib o'tdim, asosiy missiyamiz ham, shaxsan o'zimning missiyam ham tadbirkorlarga va umuman shu biznesda atrofida qiziqib yurgan insonlarga ularni rivojlanishida qanaqadir hissa qo'shish. Agar oz bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lsak, missiyamizga yaqinlashgan bo'lamiz. Tomoshabinlarimizdan so'rardik. Mana shu bugungi obzorimiz, podkastimiz haqidagi o'zingizni fikrlaringizni va qanday yangi insaytlar, foydali ma'lumotlar olgan bo'lsangiz, izohda yozib qoldiring. Biz kelgusi ko'rsatuvlarda yana foydalanishga harakat qilamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Ertaga o'layotganingizda mana o'layapsiz, necha pul topdingiz o'zi? O'lishdan oldin bir hisob-kitob qilib keting demaydi hech kim. Mana bu odamni ko'rdingmi, million bilan o'ldi desa, bu mayli, unisi 5 million bilan o'ldi desa, u zo'r o'libdi demaydi hech kim. U nima ishlar qildi deydi. Nima qoldirdi orqasidan? Qanaqa bir yaxshilik qoldirdimi yo'qmi? Jamiyatga, atrofiga, o'ziga, o'zi bilan olib ketadigan bir yaxshi bir amallar qildimi, qilmadimi degan savol javob bo'ladi ko'proq. O'shani agar hozirdan bir shuni fikrlasak, hozirdan o'zimizga mana shunaqa maqsad qo'yadigan bo'lsak, o'shanda menimcha biz armonsiz yashaymiz. Bo'lmasam, Xudo saqlasin, biz butun umr yashab turib ko'p narsa topdim-u, lekin kerakli narsalar qilmabman deb tugashimiz ham mumkin-da va afsuslanamiz. O'sha afsus yomon. Tushunyapsizmi? Va har bitta insonda har kuni yaxshi tarafga o'zgarishga imkon bo'ladi. Va Alloh har kuni bizga shu imkonni beradi. Har kuni. Qanaqa darajada bo'lmaylik. Biz o'zimizni yaxshi deb o'ylashimiz mumkin, yanada yaxshi bo'lishimiz mumkin. Yomon bo'lsak ham, battar yomon ham bo'lishingiz mumkin, ya'ni yaxshilashga imkon bor. Yaxshilanish yo'lida qo'limdan kelganicha, aqlim yetgancha yordam bera olsam, bo'ldi. Men hayotimni yaxshi yashayapman deb hisoblayman. O'zimga belgilab olgan hozirgi loyihalarim bor, o'sha loyihalarda ustida ishlayapman. Bundan tashqari boshqa ko'p loyihalarni hayolimizda ushlab turibmiz jamoa bilan. Ularning ustida ham ishlaymiz. Aksar loyihalar baribir professional ta'lim atrofida. Nimagaligini mana tushuntirdim. Azizjon akani xizmatlari orqali, maslahatlari orqali, konsultatsiyalar orqali sizni biznesingizda qanaqa rostdan ham ko'zga ko'rinadigan natijalar bo'ldi yoki hamkorlikdan qay darajada manfaat ola oldingiz? Shular haqida ikki og'iz fikr bildirsangiz agar xursand bo'lardik. Intervyu berishga yo'ramiz, mayli. Qo'ldan gapiramiz. Avvalambor birinchi aytganingiz bizni mijoz emas, ikkinchi aytganingiz to'g'riroq, hamkordek bo'lib ketganmiz. Hamma narsani deyarli 80-90% narsani maslahatlashib qilamiz ekan bilan. O'zimiz tijorat qilganmiz, lekin brend qanaqa qilishni bilmas edik. To'g'ri, brend qilishda o'zi tadbirkor egasini qadriyati boshqa ham kerak-ku, lekin uni qanaqa qilib bir tizimga solishdan bizning xabarimiz yo'q edi. Chunki O'zbekistonda bizneslar endi rivojlanyapti. Mustaqillikdan keyin oldin hammasi davlat ixtiyorida bo'lgan korxonalar hammasi keyin xususiylashtirilib mustaqillik o'tgandan keyin biza tadbirkorlarning birinchi pokoleniyasimiz-da. Aziz akamga o'xshagan mutaxassislar, Aziz akam o'zlari chet elda o'sha tajriba olib kelganlari O'zbekistonda o'sha biznes rivoji uchun katta hissa bo'lgan. Zo'r insayt olib chiqdilar. Ya'ni biz O'zbekiston yangi bozorimiz tadbirkorlik uchun Arzjon akaga o'xshash tajribani yoki ilmni chet elda o'rganib, u yoqda qo'llab kelgan insonlarni O'zbekiston biznesini rivojlanishida katta foydasini tegyapti. Zo'r insayt olishdilar rostdan. Endi shakllanyapti-da bozor. Mana qarasangiz ham birinchi avlod tadbirkorlarda hali ham. Buna qarasiz. Bir nechta avlod emas. Hozir endi ikkinchi avlodga endi o'tyapti. Endi boshlanyapti, endi
Azizjon aka, bu jamoaga hamkorlik sifatida qo'shilganlardan nechta xodim bor edi? Оборот aylanma qancha edi? Hozirgi holat qanday? Оборот aylanmasini aniq bilmayman. Chexolda deyarli 0 edi o'zi. Chexolda. Xodim ham yo'q edi. Xodimlar bor edi. Tikuvi endi shakllantirayotgandik. Lekin brendni rivojlantirish to'g'risida tushunchamiz yo'q edi. Xodimlarni endi yig'ib o'rgatayotgan paytimiz 20 tami 30 odam bor edi. Hozir 200 dan oshiq xodim ishlaydi. Kamida 10 barobar o'syapti xodimlarning o'zi. Aylanmalarda iloji boricha outsourcega berishga harakat qilyapmiz. U outsourcedan tashqari, ya'ni boshqa tikuv sexlariga biz o'zimiz kroy qilib beramiz, ular tikib berishadi. Bizani Asosiy ishchilar bu yerda emas, baribir. Tashqari. oldin asosiy obrotimiz boshqa kichkina chexolchilarga xom ashyo yetkazib berish edi. Hozir asosiy tovar oborotimizning asosiy qismi karnar o'z tashkil qo'yadi. ishlab chiqarish. Karnari o'zini oboroti tashkil qo'yadi. Ya'ni u oldingi birinchi ishimiz ikkinchi darajali past o'ringa tushgan. Aziz akamning gaplariga kirmasdan boshqa proyekt boshlagan paytim ham bo'lgan. Ozgina. Endi u summani gapirmaymiz, boshqa bir treninglarda gapiradilar-ku, bizning nomimizga gapirmaydilar. Katta summalar yo'qotganmiz. Keyin aziga bo'ldi. Baribir siz gapingiz to'g'ri ekan deb turib yana qaytganmiz. Qaysi detalni qanday tashlasak, kam отход bo'ladi. Bitta kvadrat. Mana buni hozir aytdim. Kesishda ko'ryapsizmi? Millimetr bir xil chizib kesib beradi. Bo'ldi, kesilgan holati. Bu mashitga ustiga klyonka bekorga qo'yilmaganda, klyonka qo'yganda tagida havo tortib, vakuum qilib preslaydi. Preslaganda qimirlamaydi-da. Qimirlamagandan keyin qaychi cho'tki kesiladi. Ham elektron yarada kesadi-ku ko'pchilik. Ana kesayotganda tortishni ular kestirdi joyi. Keyin bu yoqni kesayotganda material yo bu yoqqa plavut qiladi ko'pincha. Keyin o'rtasi eng tepasi bilan eng pastini olsangiz, ikki xil bo'lib qoladi. ikki xil bo'lib qoladi. O'shaning uchun arzonchi qo'yninglarda hatto turib kelmagan nimadir bo'ladi. Mana shu sabab bo'ladi. Bu hammasini bir ta'minlab beradi. Ta'minlab beradi. Bu qimmat ham tushadi bizga. Mana bularni asfaltni qo'lda kesganda taqab kesishdan qattiq chiqmaydi. Mana shu hozir mana bu yerda hammasi asfalt. Ko'p chiqadi. No standart chiqadi. Sifatli. O'shancha ham qimmatroq, brendda o'shancha qimmatroq. Surataga bitta fikr olmoqchiman. Hozir Azizjon aka gapirib, ham biznes treninglar ham o'tadilar, ham ilm tarqatadilar-da. Mana xolis 7 yillik hamkor sifatida siz tavsiya bergan bo'larmidingiz tadbirkorlarga mana shu ilmlarni o'rganishni? Aynan Azizjon akadan. Haqiqatda mana Alliance Business Club ham bor. Erta ham tan berishadi. O'rtani olib fikrlab beradi. Biza tadbirkorlar ko'pincha yo'q qizg'anchiq bo'lamiz yoki slishkim emotsional bo'lib ko'p rasxod qilamiz kerak emas narsaga. O'shani qaysi bir narsa kerak-ku rasxodga, qaysi biri kerak emas, emotsiyasiz o'rtacha fikrlab beradi. Ham tajribani hammasini Aziz akamni ko'proq men marketing emas, to'g'risini aytganda strategiya bo'yicha maslahatchi, analitik deb bilaman-da. Aziz akam mana ko'p o'zim aytdingiz, tadbirkorlarni emotsional boshqa harakatchandingiz-ku, buni orasida ko'p xatolar ham ketaveradi. Odam nimadir o'zi qilganda tadbirkorlar ko'pincha nimadir o'xshaydi, o'shaning uchun tadbirkor bo'lib qoladi. Ya'ni kerak vaqtda, kerak joyda, kerak energiya bilan bo'lgani uchun-da. O'shaga tajribasiga ishonib qolib, odam o'zim bilaman deydigan holatga tushib qoladi ko'pincha. Lekin boshqa bosqichda o'sha bozor rivojlanayotganda tajribali odamlarni maslahati o'ta muhim bo'ladi.